kam bo'lib turib, ya'ni mutaxassislarning kamligi yomonmi yoki chala bo'lgan ko'pchilik yomonmi degan narsada mana shu savol. Qaysi biri yomonroq? 13-yil TATUda bitta ish qilishgan. Dastur injineringda o'qiganman, TATUda bakalavr. Hamma kuchli bolalarni yig'ib turib, 12 ta guruh bor edi. 3 ta guruhga tiqib qo'yishgan. Kuchli yigitlarni. Men ham o'shalarning ichida bo'lganman. Endi ko'ringda raqobatda. Undan avval nima bo'lgandi desangiz, men zo'rman deb turib o'tiraverardim. Uchta zo'r dasturchi bola bor edik, olimpiadachimiz bu. Hamma joy bittaga tiqib qo'ygandan keyin, o'sha siz zo'rmasiz u yerda. Bu bahslash kerak, konkurensiya qilish kerak. Zo'r ish bergan, lekin universitet qiynalgan. Biz AI ishga tushgani sababli birorta odamni ishdan bo'shatmadik. Meni birorta tanish tadbirkor do'stim AI ishga tushgani sababli birorta odamni ishdan bo'shatmadi. Lekin bitta muhim narsani aytaman, insonlarda samaradorligi ba'zilarida 2x ga, ba'zilarida 10x ga oshdi. Lekin bitta joyi ham bor, hech kim ishdan bo'shatmadik deyapsiz-ku, biz ba'zilarni ishga olmadik AI ni deb turib. Endi yoshlarda umuman AI ishlatayotgan odamlarda ikkita xato bor. Birinchisi, ular Google ga o'xshab foydalanyapti. Hech qachon sun'iy intellektda diniy savol javob qilinmaydi. Bu ahli ilmlardan so'ralgan narsa. Bu aniq xato. Ikkinchisi, odam hayotini hal qilmaydi. O'sha tafakkur borasida AI nimaligini yaxshi tushunishimiz kerak-da. Shu otdan boshqa narsa emas degan narsa, ya'ni ong yo'q bunda degan narsani yetkazishimiz kerak-da. Bu tool shunchaki foydalanilgan. To'g'ri, aql bordir. Odamni ot instrument. Odamni ot qismidagi aql borda, qalb qismidagi aql yo'q. Ota-ona bolasiga iPhone beryapti yoki 3 million 4 millionga telefon beryapti, lekin notebook bermayapti. Bu muammo. Men aytgan bo'lardim, bola 15 yoshgacha telefon ishlatish shart emas. Ishlatmoqchimi oddiy knopkali, lekin bola notebook ishlatish shart. Ikkalaringni kompaniyaga odam ishga kirmoqchi. Faqatgina bitta fazilat ayting. Qaysi fazilatni o'z ishga olardingiz? Aniq javob menda. Moslashuvchan. Himmat. Yana o'sha narsalar. Juda yaxshi. Moslashuvchan odam himmatli bo'la oladi. Himmatli odam moslashadi. Zo'r. Yaxshi javob bo'ldi. Sog' bo'linglar, zo'r bo'ldi. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Mana bugun biz birinchi podkastimizni boshlayapmiz. Nomi B Podcast. Va bugun biz ikkita kompaniya asoschilarini taklif qilganmiz. Temurbek Adixamov, Najot ta'limning asoschilaridan biri va Humblebee kompaniyasining asoschisi, AI strategist Jonbek Alixan. Podkastimizga xush kelibsizlar. Taklifni qabul qilganlaring uchun rahmat. Rahmat aka, nomi qiziq bo'ldi. Nega B Podcast? Juda ham yaxshi nima qildingiz. Xo'sh, biza, ya'ni Humblebee AI tomonidan bu podkast sponsorlik qilinyapti. Qo'llab-quvvatlanadi. Bizni o'zi kompaniyamizning nomi, ya'ni nima uchun aynan Humblebee, ya'ni asalariga moslab qilingan desa, ya'ni o'sha bilasiz, asalari o'zi olgan nektaridan ko'ra yaxshiroq narsani jamiyatga taqdim qiladi, ya'ni odamlarga. Mana shu kompaniyamizning ham asosiy filosofiyasi shu. Ya'ni olgan narsamizdan ko'ra ko'proq narsani jamiyatga taklif qilish. Va mana shu podkastni qilishdan oldin asal podkast ishdan biz o'ylab ko'rgandik o'zi, ya'ni eng asal chiroyli joylarini xalqimizga beraylik degan ma'noda. Baribir bog'liqlik tomoni bor, ya'ni aynan asalari podkast deb ketyapti, ya'ni B Podcast. Qaysidir ma'noda ham global darajaga xudo xolasa chiqish uchun keyinchalik ingliz tilida qilamiz, va sizlar boshlab beryapsizlar. Shuning uchun bu nomini B Podcast deb atadik. Menga nomi yoqdi lekin aytilish osonda juda. Be excellent engineer. Shunaqa qisqartmasi ham bor. Be excellent engineer deb qilinsa ham bo'ladi, global darajada ham ketadi. Qadriyatlarimiz aytganingiz kelsin, rahmat taklif uchun. Xo'sh, birinchi sizlarga savol berish Qatar bo'yicha bo'ladi, chunki juda ham qiziq. Mana vatandoshlar bilan uchrashlaring Web Summitda. Ya'ni ko'pchilik borgan, men hayron qoldim to'g'risi. Nimaga bu summitni men oldin eshitmaganman? Qanday bo'lgan? O'shaning uchun Temurbek, o'zingiz boshlab bersangiz, bu qanaqa summit? Nimaga ko'pchilik bordi bunga va nima uchun Qatar? Xo'p, o'zi 3 yildan beri eshitardim, lekin bu yil borish nasib qildi. Bundan avval ham har doim Rustam borardi o'zimizdan, Rustam Rahmatov Imani va boshqa odamlardan ham borgan ko'rardimda, so'raganman o'zlaridan, nima uchun bu aynan shu summit degan? Chunki bu o'zi Web Summit dunyoda har xil nuqtalarda bo'ladi, lekin musulmonlar uchun bo'ladigan eng asosiy nuqta bu Qatarda. Va adashmasam Qatar shuni muallifligini sotib olgan. Bularda Jumanbeyga aniqroq mendan ma'lumot beradilar, lekin olgan emotsiyalarim haqida gapirsam yaxshiroq bo'lardi. Yaxshiroq bo'lardi. Yani birinchi o'rinda siz u yerga borib dunyoni lol qoldirgan kashfiyot ko'rmassiz, lekin g'oyalar olishingiz mumkin. Tasavvur qiling, yangi chiqqan startap o'zini borib taqdim qilyapti. Va bunaqa startaplar dunyoni har xil nuqtalaridan kelgan.
dunyoda tendensiya qaysi tarafga qarab ketyapti, nimalar bo'lyapti, kim nima haqida o'ylayapti va eng qizig'i 3 kun bo'lsa Web Summit har kuni startap o'zgaradi. Masalan, bugun ko'rgan startapingiz ertaga bo'lmaydi. Chunki joy sotib olish masalasiga ketyapti. Ertaga boshqa bir startap boradi, ko'rasiz, fikr almashasiz, nima qilyapsizlar, dunyoning qaysi joyida u ishni qilyapsizlar, qaysi muammoga yechim beryapsizlar, asosiy UTP nima deb boradi sizlarda. Hamma savolni berasiz. Men eng ko'p qilgan ishim shu bo'ldi. Faqat loyiha ko'raman. Keldimmi, loyiha ko'raman, loyiha asosida savol beramiz, sheriklarimiz bilan birga yuramiz, gaplashishadi, o'zaro fikr almashamiz. Xuddi shunaqa bo'ldi va yana bitta eng katta yutuq safarda zo'r tarafi odam sal erkinroq bo'ladi. Masalan, men Jumabek akani doim vaqtlari bo'lmasligi mumkin ko'rishga, lekin safarda akani doim vaqti bo'ladi. Nega? Chunki tadbirdan keyin bo'shlar. Unaqa qilib ham biz 2-3 kun o'zimizni butun dunyodan kelgan o'zbeklar, Angliyadan, Janubiy Koreyadan, Yevropaning turli mamlakatlaridan, Amerikadan kelgan o'zbeklar bilan bir davrada o'tirdik. 2-3 marta bo'ldi. Bu ham yanada fikrlashni oshirdi. Har jihatdan foydali ekan. Men startap qilayotgan yigitlarga, qizlarga aytgan bo'lardimki, Web Summitda, ayniqsa Qatardagi Web Summitga albatta borish kerak. Taklif qilaman shaxsan. O'zim bo'lsa, Temurbekiga o'xshagan kuchli insonlarning vaqtini topish uchun borib turdim. Juda arziydi va bu arziydi. Jo'bek, mana hozir Temurbek aytganda bir narsani xulosa qilib oldim. Bilsangiz, mana har xil exhibitionlar bo'ladi-da, mahsulotlar qo'yib qo'yiladi. Bu go'yolik g'oyalarni qo'yib qo'ygandek his qildim-da o'zimda, o'sha har bitta nimasi bor deb. Ayta olasizmi, masalan, qanaqa sizni bilmadim, balki top 3 ta aytarsiz, bironta bir g'oya aytarsiz. Qanaqa g'oya olib keldingiz, masalan, AI bo'yicha, umuman biznes bo'yicha borganda? G'oyalar ko'p albatta, chunki Qatardagi Web Summit bu o'zi nima edi? Bu investitsiya, texnologiya va ambitsiya. Bitta joyda jamlangan narsa. Mana shu 3 ta narsa. Investitsiya tomonidan 2 milliard pul ajratilgandi startaplarni ko'tarish uchun Qatar tomonidan. Shuni 4 milliardga ko'tarishdi Web Summitni o'zida. 2 barobar oshirishdi. O'zida ko'tarib olishdi. Adamsam o'sha kuni final ham bo'ldi, eng oxirgi kuni. U finalga ko'rmadim men, lekin bo'lgan narsa yaxshi ishlagani uchun 2 milliard pul zo'r ishlatishgani uchun uni 4 milliardga ko'tarib qo'yishdi. Fund of funds. Savolim bor edi shu joyda. Ya'ni Qatar hukumati eng yaxshi startaplarga o'zi pul ham tikdimi shunda? Tushunishim bo'yicha? Fund of funds degani o'sha venture studiolarga beriladigan narsalar fund of funds. Venture studioda oladi. Qatar beryapti venture studiolarga. Venture studiolar buni startaplarga beradi. Undan ham yuqoriroq nima ekan? Biz ham venture studio registratsiya qilib keldik. Oladigan bo'lsak, O'zbekistondan startaplarni olib borib turib, o'zimiz sarmoya kiritishimiz mumkin Qatar puli bilan. Shunaqa hozir shuning uchun Qatar zo'r. Shunaqa Najot Ta'lim ham, Humble BI ham, umuman hamma ikkala loyiha ham venture studio sifatida ro'yxatdan o'tib oldi. Zo'r, yaxshi qilibsizlar. Hali asosiy nima deydi? Rasmiy jihatdan ham yutuq olib kelibsizlar, ilm jihatdan yutuq olib kelibsizlar, networking jihatdan ham juda yaxshi. O'ziga yarasha qiyin ekan. Men Yusufga alohida rahmat aytaman. Chunki Yusuf aynan o'sha tashkilotda ishlar ekan. Aynan shu o'sha Web Qatar Finance Centerda. Qatar. Va ular ham o'sha yerda o'zining sho'basi bilan borgan. O'zi aslida u byurokratik va qiyin jarayon ekan. Lekin Web Summitda bu osonlashar ekan va biz to'g'ridan-to'g'ri borganimiz uchun aynan Yusuf tasdiqlaydi, galishga qo'yadigan odam ekanda. Jarayon shunaqa tezlashib ketdiki, endi o'zimiz ham bilmay qoldik. Tashqarida ro'yxatdan o'tgan odamlar bor ekan, bir ikkita odamlar juda qiyin va jarayon dedi. Birinchisi shu bo'ldi, ya'ni fondlar, investitsiyalar bo'ldi. Ikkinchisi startaplar bo'yicha ko'rdik. Startaplar hozir hamma API startup qurish bilan ovora. Ya'ni integratsiya qilyapti. O'zini modeli yo'q. Kombo. O'zini modeli yo'q bo'lsa ham, lekin foyda ozgina, masalan 20 ming, 10 ming dollar oyiga MRR, ya'ni monthly recurring revenue oyiga pul olib kelishyapti-yu. Savol shuki, u pul o'zida qolmaydi-da. Yana hajat ketaveradi. API kimiki bo'lsa, ko'tarib qo'ysa narxini. Pul ketaveradi. Bunaqa misol bor menda, Speakology degan kompaniya bo'lgan Amerikada. Ular o'sha ingliz tilini o'rgatadigan AI model qilgan. Orqasida HeyGen ishlatgan API-ni. HeyGen narxini ko'tarib yuborgan payti bular minusga kirib ketib qoldi Speakology. Biz ularga o'sha individual alohida model yasab berganmiz keyin. Lekin o'zim mana shu e'tirozim bor edi biroz. Men shunga ham roziman aslida. Ya'ni startaplarda shu hozir agar siz aytyapsiz-ku, lekin bu jarayon qiyinlashsa bo'ladi dedi. Hozir bu zo'r gap. Boshlanishiga shunaqa qilish kerak. Ya'ni API biz o'zimiz ham shunaqa. Masalan, oddiygina unicorn bo'lgan Qozog'iston startapi. Keyingi nimamiz aynan shu savol edi. Ulab ketsalar shu narsaga, ya'ni O'zbekiston nimasi. Ya'ni qaysi biri yaxshi deyapti-ku, mana aytilyapti. Aytgandek, biz bu bo'limda Qatar, O'zbekiston, ta'lim, biznes, siyosat, liderlik, kelajak haqida gaplashamiz. Shunaqa bo'limlarimiz bor. Xo'sh,
Keyingi bo'lim aynan O'zbekistonda shu savol bo'yicha. Ya'ni O'zbekiston hozir qaysi nimadan? Iste'molchi API ni ishlatadigan integrator, ya'ni har nimalar foydalanadi va yaratuvchini, model yaratuvchi albatta u emasmi, lekin qaysi bo'limda, qaysi hozir darajada turibmiz va qaysi darajada bo'lishimiz kerak degan narsa. Menimcha hozir mana shu nimalarning bahslarini davom ettirsalar yaxshi bo'lardi. Masalan, hozir Temurbek aytyapti, siz men roziman shunga ham, deyapsiz. Ha. Endi biroz e'tirozim bo'ldiki, yaxshi ma'noda. Sog'lom bahsni juda yaxshi ko'raman. Higgsfield startupi. Hozir mana unicorn bo'ldi. Qozog'istonda sog'lom muhitda unicorn bo'lgan loyiha va Markaziy Osiyodagi va endi unicorn bo'lgandan keyingi jarayoni ham o'sib ketish jarayoni juda tez bo'lib ketdi. Va startuperlar juda yosh yigitlar. O'zbekistonga keldi shu yigit. O'sha ma'lumotini aytib o'tay. Startup qilayotgan yigitlarga, qizlarga dars bo'lsin. Gaplashibdi, qana bo'lyapti jarayon? Siz 70 ta odam ishlayapmiz. Silicon Valleyda hamda Qozog'istonda. Qana necha soat ishlayapsizlar kuniga desa, biz faqat uxlayapmiz. Ya'ni ishdan keyin faqat uxlayapmiz. Ya'ni necha soat? 14 soat debdi. Men hali 5 kunlik ish grafikini Silicon Valleyda ham unutganmiz. 7 kun 14 soatda. Chunki yashab qolish muhim. Chunki bilayapti, u yigit aytibdiki, fikri bo'yicha Alex Masharipov. Aslida shu yigitni ota-onalar Andijondan deydi, eng qizig'i. Ha, yo'q. Shunaqa ekan. Aslida ota-onalar Andijondan deydi. Qozog'istonda yashashadi endi. Qozog'istonda yashashadi. 1 yil yo 2 yildan keyin asosiylari qoladi. Shulardan biri bo'lib olishimiz kerak degan fikrda aytyapti. Endi e'tirozim nimadan iborat? Ular ham API ishlatadi. Asosan hamma narsani bir joyga kombo qilib yig'ib beryapti-ku. Ularni boshqalardan farqi, ular kombo qilib yig'ib bergani. Ya'ni bitta narsaga qaram emas, bir nechasini yig'ishgan va ular oxir oqibat o'zlari modellarini qilishadi. Ha, kelajak. Demak, API dan darajalar bor ekanda, API dan foydalanishda. Biz ham xuddi shunaqa qilamiz. Boshlanishiga API ishlatib turib arzonga qurib olinadi. Lekin qurib mijozda yig'ilgandan keyin darrov o'zimiz modelni qurishimiz kerak. Jumanbek aka, siz sohani haqiqiy mutaxassis, olim odamsiz shu bo'yicha. Haqiqatdan hozir men juda ko'p startaplar ko'ryapman. Eng qizig'ini aytaman. Yaqinda Angel University bo'yicha kurs o'qib chiqdim. Maza qildim. Bu C-Space jamoasi tashkillashtirdi. Juda yaxshi kurs bo'ldi. O'qib ikkita loyihaga investitsiya kiritdim. Ikkita loyiha ham o'zimizning loyihalar. Aytganingiz API asosida ishlaydi hozir boshlanishiga. Lekin aniq ikkalasi ham og'riqqa yechim. Mana birinchisi Edubaza. Yani bu loyiha ustozlarga eng katta yordamchi. Ustoz yordamchisi degan loyiha. O'ylayman, ustozlar biz 700 ming nafarni tashkil etadi. Agar 10% ni jalb qilgan taqdirda ham loyiha juda katta bo'lib ketadi. Ikkinchisi Salam AI nomli loyiha. Bu qanaqa loyiha deganingizda, bunda endi hozir kirish bosqichidaman bu loyihaga. Angel University sifatida muammo nimada? Chatbot emas bu. Haqiqiy AI. Mana hozir bizneslarga community manager yo'llanadi. Boshqa jarayonlar ketadi-ku, shularda oldin oladi. Shularni o'rniga. Lekin ikkalasi ham ochiq aytaman, bitta API asosida ishlashadi. Ya'ni kombo qilish qiyinroq bo'lgan narsalar. Va hozir shunga siz endi demak investor sifatida kirib Angel Investor sifatida. Angel Investor sifatida kirib kelyapsiz. Angel sifatida. Endi mana shu boshqa startaplarda ham startap egalari kelyapti, yoshlar kelyapti. Hozir mana ko'ryapsiz, hammasi AI deyilayotganda asosan API ustiga quryapti. Ya'ni yoshlarga o'zi birinchi marta tushunayotgan odam uchun ham o'zi API o'zi nimaligini qisqagina texnik tomondan yaxshi bo'ladi. Nima deydi? Sodda tilda. Bu tushuntirib bersizda va buni API ishlatayotgan startaplar qaysi tarafga qarab yurish kerak ekanligini bitta aytib bersangiz. Aytgandek, podkastda men moderatorman. Yo, men podkastda borki, bitta muhim qoida bor-da. Men muhim podkastda muhim qoida, men har doim hamma qatnashgan odamga aytaman, boshlovchi yo'q, biz o'zaro gaplashishimiz kerak deyman. Men o'zaro dildan gaplashganimizda qanday gaplashamiz? Men shu narsani yaxshi ko'raman podkastlarda. Mehmonga kelganda his qilyapman o'zimni. Yo'q, unaqa deb o'ylamayman. Hazil просто vaqt qo'yapman. Ya'ni Temurbek bizni doim podkastga chaqiradi-da. Biz ham endi bir chaqiraylik dedik. Xo'p, zo'r savol bo'ldi. API deganda boshqalarni yelkasiga chiqib turib startup qurish deylik. Masalan, OpenAI ni yelkasiga chiqib, ularning API ni ishlatib turib, biz startup quramiz. Nima bo'ladi unda desangiz, mijozlardan kelgan requestlar bizga keladi, lekin biz OpenAI ga yoki boshqa joyga, masalan, video generate qiladigan kimgadir boramiz, generate qiladi, qaytib keladi, keyin taqdim qilamiz. Обработка qilinadimi, nimadir qilib, foydalanuvchiga beramiz. Boshlanishiga bu zo'r uslub, chunki siz agar modelni ishlab chiqaraman desangiz, roza ko'p R&D qilish kerak, data kerak, ish ko'p. Lekin yo'qdan ko'ra qilish kerak. Va muammoli joyi
bizda model quradigan kadrlarni o'zi yo'q. Ya'ni noldan, ya'ni mana OpenAI bilan raqobatdosh startap qila olmaymiz. Unga data kerak, kadr kerak, kattagina sarmoya kerak, ekotizim kerak. U narsalar hozircha yo'q. Hozir API albatta hozirgi vaziyatda eng zo'r sohamiz shu qilsa bo'lishi mumkin bo'lgan va Qatarda hamma shunaqa qilyapti, faqat O'zbekiston emas. Qatarda butun dunyo qolganlarni ko'rib keldik. Lekin muammo nimada desangiz, unicorn bo'lish uchun sizda o'zingizni data bo'lish kerak. Sovereign data, boshqalarda yo'q bo'lgan. O'zingiz shunaqangi datalar yig'ingki, train qila oling. Bu yog'iga data koddan ham ko'ra muhim bo'lib ketadi. Ya'ni sifatli data. Humblebee biz o'sha mijozlar bilan ishlaymiz, katta global kompaniyalar bilan. Masalan, ular 1 yil to'laydigan pulini, ya'ni 1 yil ketadigan ishni 6 oyda qilsa bo'ladi, agar data bo'lsa qo'lida. Data yo'q bo'lsa, biz taxmin bilan nimadirlar modellar quramiz, oz-ozdan kuchaytirib boraveramiz. Data bo'lsa birdaniga katta o'zgartirib yuboramizda. O'sha data muhim, uning uchun sizni qo'lingizda turishi kerak. Lekin API qilayotganlar datasi ketyapti. Ular ham o'rganyapti demak. Ularning qo'lida ketayotgan. Chunki API key beradi, qaysi startapligini biladi, biznesligini. Data doim ketyapti, tashqariga ketyapti. Sizib ketyapti data. Va model qurish kerak. Ya'ni ularda model yo'q, o'zimizni o'sha nima deydi, state of the art, OpenAI-dan kuchli, Gemini-dan kuchli, Eleven Labs'dan kuchli bo'lgan model bo'lsa, biz unicorn bo'la olamiz. Hozir kerakmi ekan shu? Hozir juda ko'p aynan modellar bor paytida butun dunyoda har xil davlatlarda bor. Faqatgina deylik Amerika yoki Xitoyga qaramay qolinmagan bu bo'yicha raqobatli muhit-ku model bo'yicha ham. Juda katta pul ketadi deb aytilyapti. Shartmi ekan shu? O'sha narsani oydinlashtirish uchun men ham qiziqib turdim, Jo'bek. Mana hozir Jo'bek aytayotgan narsa API lardan foydalanish yomon degani yo'qda. Menimcha API lardan foydalanish o'zi yetarli emas demoqchi. Ya'ni chunki hozir managa tushuntirish uchun API nima deyiladigan bo'lsa, yangi biznes boshlamoqchisiz, o'zingizni binongizni qurishingiz kerakmi, ijarada foydalanib tursangiz bo'ladimi degan narsada. Boshlanishiga binoni qurish shart emas, shunchaki ijaraga olib tursangiz bo'ladi va o'sha ijaraga olingan binodan foydalanib, keyinchalik o'sha bino, ya'ni modelingizni qursangiz bo'ladi degan ma'noda aytiladi. Faqatgina binodan farqli o'laroq bu raqamli nimada siz rozi bo'lishingiz kerakki, go'yoki binoda bo'ladi va kameralar qo'yiladi, ovozlaringiz eshitiladi, sizni faoliyatingizdan to'liq binoning egasi xabardor bo'ladi. Ya'ni API dan foydalanish go'yo shunaqada, ya'ni shunaqa narsa. Ya'ni o'shanga bu yerda bo'lsam Jo'may qarang, hozir O'zbekistonda to'liq foydalanadi, biladi deysiz, bu yog'iga ma'lumotlar asrida. Ya'ni API berib qo'ygan odam bizning ma'lumotlarni olyaptimi? Asosiy foydani u ko'ryapti deganida. OpenAI AI kompaniya emasda, OpenAI data kompaniya. Shunaqa ana o'sha data kimning qo'lida bo'lsa, ana o'shanda pul bo'ladi. Ya'ni unicorn bo'lishingiz uchun siz o'zingizning sovereign datangiz bo'lishi kerak va o'zingizning modelingiz bo'lishi kerak. Endi boshqa yo'llari ham bor unicorn bo'lish, lekin asosiy men ko'rayotgan strategiya shu. Zo'r o'zimga ham insight bo'ldi. Hozir O'zbekiston haqida gaplashsak, Temurbek ko'proq bilsa kerak bu mavzuni, chunki shu sohada yuradi. Temurbek, AI O'zbekistonning AI yoki IT sohasida eng nozik nuqtamiz. Hech kimga aytilmaydigan, lekin nozik nuqta deb bilgan bironta bir nuqtani bilasizmi? Nima? Masalan, faqat sertifikat yopishib qolganimizmi? Nima bo'lishligi mumkin shu narsa? Aynan nimada? Masalan, aynan AI yoki IT strategiyalar qiladi-yu hukumat masalan. O'shanda bir nozik jihati yoki bilmadim, bir o'zimizni O'zbekistonda aytishingiz mumkin, bizda hozir moliyalashtirish yaxshi emas, masalan. Shu nozik nuqta yoki huquqiy jihatdan yaxshi emas, shu nozik nuqta. Chunki nimadir yaxshi, yangi narsani yaratmoqchi bo'lsangiz, garantiya yo'qki, ertaga qonun shuni intellektual nima deydi, intellektual huquqingizni himoya qila olmaydi degan. Balki shunga o'xshagan nozik nuqtalar bordir-da. Ya'ni bilasizmi shu haqida? Ochig'ini aytaman, men hozir startaplar bo'yicha O'zbekistonda aynan IT hamda AI bo'yicha ham startaplar bo'yicha ham juda yaxshi ketyapti deb hisoblayman. Butun dunyo bo'yicha O'zbekiston startaplarda tezkorlik bilan rivojlanish bo'yicha 2-o'rinda. Yaqinda raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov shu bo'yicha intervyu ham berdi. Butun O'rta Osiyo bo'yicha 1-o'rinda. Bu fakt, bu raqam. Shu va e'tibor bering, venture fondlarimizda $300 million oshiq pul bor. Hozir mana kimda startap bo'lsa pul tikaman degan turibdi. Angellar bo'yicha alohida klublar bor. Muammo nimada? Hozir aniq muammo bor. Qayerda siz startapda? Ya'ni endi bizga g'oya egalari kerak bo'lyapti. O'sha odamlar topilmayapti. Istalgan mana g'oya egalari, hatto mana jamoalarim bor. Shunchaki g'oya qayerdan kelishi kerak? Og'riqdan. Uning uchun jamiyat juda teran fikrli bilan birgalikda
dasturchini o'zi startap qura olmaydi-da. Muammo shunda-da. Dasturchi bilan injener mana Silicon Valley'da eng zo'r tarafi nima? Silicon Valley'da hamma, hatto Farrosh ham startap haqida gapiradi. Hamma aytgan, kim borib kelgan bo'lsa o'sha gapni aytgan. Istalgan joyda o'tiradi, ha, startap, nimadir qilish. Hamma gaplashavergandan keyin nimadir yangi g'oyalar paydo bo'ladimi? Bizda hozircha shu narsa shakllanmayapti. Muammo ham shunda. Agar qachonki shu joy to'g'rilasa, ya'ni mayli kimdir injener bo'lsin, AI'ni tushunmasin. Lekin injenering jihatidan yoki agrar soha bo'yicha qayerda muammo borligini bilsin. Endi Jumabek aka yoki siz yoki men u odam bilan gaplashayotgan paytimda men texnik qismini bilaman, texnik qismini, sen bu qismini bilar ekansan, hard qismini kelib birgalikda nimadir qilaylik, startap qilaylik deysan. Endi uning ikkalasi ham startap bo'yicha mindset fikrlay olish kerak. Muammo nimada? Startap qurayotgan odamlar dividend yechish haqida unutsin. Hech qachon startapli bizneslar dividend yechmaydi. Zo'r gap gapirdingiz. Masalan, mana Angel investor sifatida deyapsiz, men nari borsa 3% dan 5% ga kiraman, bo'ldi. Biznes u odamniki, men angelman, bo'ldi. Hech qachon ko'proq urushni menga bersan demaydi. Mana shu endi tadbirkorlarda bu narsa shakllanishi kerak. Asosiy foyda har doim ta'sischida qolsin. Endi hozir men aytdim, nima muammo ko'ryapsiz? Jamiyatda muammo ko'ryapman. Ya'ni hukumat jihatidan qilish mumkin bo'lgan narsani qilib beryapti. Qilinyapti. Bu qo'rqmasdan aytaman, ichida sohani yuribman. Bilasiz, ya'ni qonunchilikdagi muammolar ba'zilari bor va u sekin-sekin to'g'rilayapti. Chunki o'ziga yarasha baryeralar bor. Hozir mana Buyuk Britaniyaning qonuni deydi-ku, shu IT park ichida enterprise bo'lib ishlash boshlayapti. Ya'ni siz unga a'zo bo'lasiz, sudda yoki boshqa narsada siz butun dunyo xalqaro normalar bo'yicha so'ray olasiz. Dunyodagi eng zo'r narsalar olib kelish uchun kerak-da bu. Ya'ni bu jihatlarimizdan muammo qolmadi. Endi jamiyatdagi muammolarni boshidan boshlayman. Biz hammamiz startap haqida gapirishni boshlashimiz kerak. Hammamiz AI haqida gapirishni boshlashimiz kerak. Odamlardan kompyuter soatxonligi qanaqa so'ralgan bo'lsa, prompt engineering xuddi shunaqa so'ralishi kerak. Hamma prompt yozishni bilsin. Endi eng asosiysi, bilasizmi, prompt yozishlik uchun nima kerak? Odam o'ylay olishi kerak. O'ylay olishlik uchun biz yoshligimizda insho yozganmiz. Maktab bolalari insho yozishni o'rganish kerak. Insho yozmagan odam fikrla olmagan prompt bera olmaydi. Siz men o'rgatganingizdan prompt bera olmaydi. Mana qarang, fikrlash zamonida ham kerak ekanda. Shunaqada. Yaqinda nima bor ekan, o'zir gapingiz bo'ldi, mana ilm yaxshi savol ilmning yarmi degan gap. O'sha gap ko'ryapsiz, mana hozir yana ham o'zini tasdig'ini topdi-da. Chunki AI hech qachon menga bir zo'r narsa yozib bersangiz yozib bermaydi-da. Yozib bermaydi. Zo'r savol berishingiz kerak-da. To'g'ri prompt berishingiz kerak. To'g'ri. Prompt boshqara olishingiz kerak, uning uchun fikrlash kerak sizlarga, yaxshi savol so'rash kerak. Mana hozir startaplar, demak, asosiy masala mana shu mavzuga burishni so'ragan bo'lardim o'zi. Ya'ni biz jamiyat o'laroq startaplar hamda AI bo'yicha shunaqa gaplashaylikki, ota-ona o'zaro gaplasha olsin, bolasi bilan gaplasha olsin, do'stlar, sinfdoshlar o'tiribdi, siz startap qilishim kerak-da desin. Mayli, g'oya kelmasin. Fikr olsin, nima muammo ko'ryapsan jamiyatda desin. Men shu kelayotgandim avtobusda kirish paytida o'li tit qilyapti-yu, shunga ko'p vaqtim ketib qolyapti desin bittasi. Mayli, to'g'rimi, noto'g'ri keyingisi qiz emas. G'oyadan g'oya paydo bo'lishi ham bor-da, insonlar o'zaro gaplashgan paytida. Ikkinchi taraf aytadiki, "Yo'q, o'zi bu muammo yechilgan-ku, bunaqa startap bor" deydi. Masalan, hozir men o'zim ko'p ishlatyapman HGTni. Hozir Domo bo'lib o'zgardi nomi. U global muammomidi? Yo'q. Avvalam bormidi? Kommunallarga to'lov qilish bor. Klikda ham bordi, PM'da ham bordi. Uni yaxshi tarafi nima bo'ldi desa, hamma kommunalni bir joyga yig'di va avtoto'lovni qo'shib qo'ydi. Hozir Klik ham qo'shib qo'ydi shu narsani. Lekin men endi Domodan chiqib keta olmayman. Chunki unga birinchi kirdim. Kim abituriyent? Birinchi osti shuniki. Masalan, oila abonensiga o'tib olganman, avtoto'lov bor menda. Va hamma ota-onam uyi, o'zim uyim, boshqa joylar hammasini hal qilib qo'yganman, avtoto'lov qilib qo'yganman. Avtomatik to'lov aytyapsiz siz, ya'ni. Avtoto'lov 5000 dan pasayib ketsa, 10 000 dan pasayib ketsa, shunaqa qilib qo'yganman va bu bilan men muammoyim yechdi. Kichkina muammo bo'lishi mumkin. Lekin yopmaysizda. Stressimni oldini oldi. Kichkinagina qachon tugayapti ekan deb Klikka endi har kuni kunda bir marta kirmayman. Va bu siz aytgandek, shu startap haqida hamma ommatan fikrlashni boshlaganimizda yuzaga chiqdi deyapsiz-da. Shunaqa qilishimiz kerak. Ommatan xuddi shunaqa. Men shu o'rinda men endi hamma savol berish mumkin-da, qanday qilib hamma shunaqa o'ylasa bo'ladi? Yechim bor. Ikkita kitob tavsiya qilaman. Farovonlik paradoksi va ikkinchisi Venture Mindset, venture zehniyati. Mana shu ikkita kitob, bilasizmi, dunyo mamlakatlari tanazzuli va nima kitob nomi nima edi? Mamlakatlar tanazzuli. Mamlakatlar tanazzuli sabablari kitobi bor-ku, o'qisangiz depressiyaga tushib qolasiz. Ochig'ini aytaman. Farovonlik paradoksini o'qidingizmi yo'qmi? Yo'q, o'qimagan. O'qing. Shu nimada turibdi lekin shu yerda. Siz
imkoniyatlar mamlakati ekanligimizni tushunasiz. Nima uchun hech narsa qilinmaganligi uchun imkoniyatlar mamlakatimiz. Ochiq gap, ya'ni impact qilishingiz mumkin, ya'ni ta'sir doirangiz katta. Biz haligi boshlash nuqtasida turibmiz-da, to'g'rimi bu yerda? hech narsa qilinmagan degani ko'p kam ish qilindi demoqchi emasman. O'zaro raqobat muhitida. Dunyo bilan raqobat qildirmoqchiman-da, ya'ni viloyatlar o'zaro emas, dunyo bilan raqobat qilinganda hali juda ko'p startaplar qilinmagan. Oddiy misol aytaman. Men Bahraynda startapimda, Kuvaytda startapimda tamom AI degan loyiha ko'rdim. Menga juda yoqdi. Qanaqa desangiz, mana bizda onlayn sotuvchilar bor. Odamlar nima qiladi? Instagramga qo'yadi-da, mana bu mahsulotlarni sotib olmoqchi bo'lsangiz deydi, Telegramga kiring deydi. Keyin Telegramdan keyin yozishib o'tiradi. Tamom AI nima qilgan? O'zi bitta mahsulot yo'qda, Instagramga plus qoldirdingiz, o'zi olib o'tadi chatga. O'zi savdolashadi, o'zi sotadi, hatto yetkazib beruvchiga o'zi mahsulot mana shu odamga yetkazsan, shu sotdi deb aytadi. Hech narsaga aralashmaysiz. Mana sizga kimdir qilmoqchi bo'lsa, tayyor startap. Bemalol O'zbekistonga lokalizatsiya qilib startap qurish mumkin. dt.uz qilyapti shu narsani. Qilyaptimi? Ha, nomi ham yo'qda menga, tamom AI. O'zbekiston tamom AI deb qo'ysa bo'ladi nomini. Yoki nima deydi? Tugadi AImi, sotuv AImi? Ya'ni tamom yaxshi. Tamom chiroyli, tamom AI. Bu narsa dt.uz qilyapti va men bu oy ozgina qo'shimcha qilardim. Temurbek aytdilar, davlat hamma narsa qilyapti deb. Haqiqatda, ya'ni 5 million AI prompterlar ketyapti. Startaplar, API startaplar ketyapti. Lekin mana bu yo'q narsa o'sha 5 yil, 10 yillik investitsiyalik chuqur AI kadrlar. Mana shu narsa hozir yo'q. Nega? Bu qiyin ham. Chunki sizga katta investitsiya kerak bo'ladi buning uchun. O'sha $1 million yetmasligi mumkin. Kerak bo'lsa milliardga chiqib ketadi bularning valuation bir pasda va chuqur mutaxassislarni tayyorlashimiz kerak. Endi tafakkur qiladigan. Qayerda tayyorlashadi degan savollar bo'ladi. Bunga qaytamiz hozir. Bu hozir yetmayotgan joyi shu. Buning uchun haqiqatda qayerda? Chunki 10 yil, 15 yillik AI kadrlar Silicon Valley'ning o'zida yo'q. Lekin tayyorlash kerak. Bu narsani ya'ni yo'lini topmasak bo'lmaydi, ilojisi yo'q va buni butun Xitoy, Koreya qilyapti. Koreya nima qilyapti? 5,5 yillik PhD degan track ishlab chiqdi. Nima degani u? Demak, ular tendensiyaga juda tez moslashyapti. Shuning uchun bitta muhim qoida bor ekan, ta'limda, oliy ta'lim ayniqsa tendensiyaga juda tez moslash kerak ekan. Xuddi shunaqa. Koreyaning kuchli tomoni shu bo'ldi, lekin hali qilisha olmayapti. Ya'ni ular nima deyapti? AIda orqada qolib ketyapti Koreya. Qolib ketdi. Shuni hisobiga aytyapti. Bakalavr o'qimasin, magistr o'qimasin, PhD o'qimasin-da, 5,5 yilda biz PhD beraylik desa, bu yoqdagilar to'xta deyapti. Sertifikat muammosi chiqib qolmaydimi keyin deyapti. Biz shunchaki 5,5 yilda sertifikat beraveramiz, PhD deb turib, lekin sifati bari past bo'ladi. Hozir ham bor PhDlarimiz yetarlicha 40 ga kirgan, lekin ish qila olmayapti, deyapti. Ya'ni moslashaman deyapti, lekin bu tomon ushlab turibdi-da, ko'nmayapti. Xitoy buni nima qildi? Practical PhD degan narsa ishlab chiqdi AI ga. Shu o'rinda bitta qo'shimcha qilay. Dunyoning top kompaniyalarida hamma AI mutaxassislari asosan xitoylik. Xuddi shunaqa. E'tibor berdingizmi? Yo'qmi? O'zaro OpenAI bilan Meta'da o'zaro almashyapti-ku, rosa shu bo'lib ketdi-ku. Hammasi xitoylikda. Ikkita Amerikan kompaniyasi o'zaro urushyapti, janjallashyapti. Kadrlar bo'yicha xitoyliklar talashyapti. Xitoylar urushyapti. Xitoyliklar uchun kurashyapti. Davom ettirib qo'ying. Xo'p, practical AI da hozir o'sha mahsulot chiqarganingiz uchun sizga PhD beradi. Ancha yaxshi. Biz Humblebee'da, men Humblebee reklama qilmoqchi emasman, boshqalar ham qilsin deb aytyapman. 3 yil oldin boshlaganmiz. Top 1% AI kadr qilingan natijalarni hammasini yozib boramiz bolalarni. O'sha 4 yil davomida, 1 yil akademiya, 3 yil gross kampaniya ichida chiqqandan keyin ular top 1% kadrligini isbotlaydigan PhD beriladi. Bolaga Humblebee berayotgan narsa practical PhD. Xitoy endi boshladi. Biz 3 yil oldin boshladik. O'zbekistonda yetishmayotgan narsa nima desangiz, mana shunaqa biz bilmaymiz hozir kim bilan ishlash kerakligini. Shu narsani kattaroq qilamiz desak va bu qimmat. Ya'ni ixtisoslashgan talant tayyorlash eng qimmat. Bilasiz mana Temurbek, siz mana yaxshi bilasiz. Ya'ni Humblebee'ning uslubi har bitta kadrni olishimiz kerakdi. Mana shu kadrni kashf qilishimiz kerak. Shuni kuchli tomoni. Masalan, bu AI ning ichida computer vision degan soha bor. Uning ichida object detection degan soha bor. Object detectionning ichida juda ko'p ketgan branchlari bor-da. Ya'ni hammaning kuchli tomonlarini topib turib qo'yishimiz kerak o'sha joyga, nishaga. Nisha degani ixtisoslashtirish. Va hozir AI davrida ham aynan o'sha odamlardan AI o'tib keta olmaydi. Siz ixtisoslashsangiz va uni qalban qilsangiz. Ana o'sha narsa hozircha yo'q. Jonbek, ana shu yerda ko'p nima shogirdlar chiqargansiz. Boshqalarga ham qaysidir ma'noda ilhomli bo'lsin. Bironta bir shogirdingiz misol keltira olasizmi? Aytishingiz mumkinki, o'zi mana bu sohadan chiqqandi, balki biznesdan chiqqandi, bilmadim. O'sha Inhada o'qigan Koreyada. Lekin ko'rdingizki, qaysi bitta sohada talanti bor, o'sha sohadan zo'r bo'lib ketdi. Aytolib bironta misol keltira olasizmi?
ba'zi yigitlarimiz bor, AI injener sifatida koreys kompaniyasida ishlashgan. Yoqmagan ishlari o'zlariga. Bizga kelishgan, AI injener bo'laman deb. Ya'ni kod yozaman deb turib. Keyin bilsak, u AI loyihani boshqarishda usta. Jamoa bilan ishlashda usta. Shunaqa bo'lgan. Bu bittasi. Men yana bitta aytaman. 10 yillik AI injener koreys akani ishga olganmiz biz. Koreysni 10 yil AI injener bo'lib ishlagan MLOps'da. MLOps'da ishlarni beryapmiz. Endi biz 70 kishimiz jamoada. Ya'ni darrov solishtirish imkoni bor va o'zim injenerman. Men kuchli anaqa ustunligimiz hamma ishni ishlab ko'rganman. Qaradim, yaxshi ishlamayapti aka. MLOps'da. Lekin u aka strateg, zo'r AI strateg ekan. Ya'ni hozir endi mijozlar bilan gaplashib, AI loyihalarni olib kelyapti bizga. O'zi ham xursand. O'zgardi demak nimasi? Koderdan. Va uni biz nima dedik? Ishlab ko'ring dedik. Ya'ni yoqsa davom etasiz, bo'lmasa qaytamiz bu yoqqa dedik. Aytmoqchi bo'layotganim, mana shu ixtisoslashgan ta'lim bilan hammani kuchli tomonini kashf qilish kerak. Va bu qimmat lekin juda qiyin hamda. Juda qimmat. Va boya aytdingiz-ku, O'zbekistonda biz startaplar haqida erkin gaplashishimiz kerak dedingiz-ku. Mana shu narsadan gaplashishimiz kerak. Ota-onalar sabrli, matonatli, sadoqatli qilib tayyorlash kerak bolalarni. Millat uchun o'rgangin, mana shu yerda turgin oxirigacha deb turibdi. 3 oylik kurs tugatib turib biz sertifikat bilan ishga kiramiz deydigan bo'lib qo'yamiz-da. Qanaqasiga u? Ya'ni kompaniyaga qiyin juda. U sertifikati bor odamlar emas, ishni bajara oladigan odam. Ota-onalar ham shuni tushunish kerak-da. 10 yil, 15 yil kerak bo'lsa bosish kerak. Hammaga emas lekin. Ya'ni o'sha talanti bor bolalarni bilib qolsak, shunaqa qilishimiz kerak. Ko'pchilikka lekin o'sha 5 millionta prompterlar yaxshi. Yana ozroq odamga bir top 10% odamga API'lar bilan startap qurish ham bu zo'r. Ya'ni $200,000 gacha pul topadi Amerikada. Mana shunchaki API'lar bilan startap quradigan yigitlar. Lekin millat uchun biz haligi AI injenerlarni qilmasak, model yaratadigan. Chunki hozir bitta gap aytaman. Olimlar kerak. Ana o'shanga hozircha investitsiya yo'q bizda. Va men aytgan bo'lardim, ko'pgina sifati past kadrdan ko'ra oz sonli kuchli odamlar muhimroq. Nega? Unicorn quradi u. Masalan, hozir 10 mingta odamni biz Koreyaga yoki Saudiyaga hamshira qilib jo'natsak, ular oilasini boqadi xolos-da. Lekin bitta elit, masalan, $1 million topadigan kadr chiqsa, u patentlar olib keladi davlatga. Yonida qancha odam shogird bo'lib undan o'rganadi. Qancha startaplar quradi. Davlatga imij beradi. Agar hozir 1000 ta top 1% AI kadr bo'lsa, Rossiya ham qo'rqadi O'zbekistondan, Xitoy ham qo'rqadi. Agar 1000 ta elit 1% bo'lgan AI kadr bo'lsa, ular keyin nechta unicorn qilish mumkin? Agar bu keyingi anaqa. Agar men o'ylagan 20 yil ichida biz agar 1000 ta o'sha elit anaqa chiqara olsak, balki 10 yil. Shuning ichida 100 ta unicorn chiqadi. 100 ta unicorn bilasiz, ya'ni milliard katta narsa, 100 ta unicorn. Yo'q, katta narsa, u vashku. Qarab turing. O'zbekistonda bitta uzum unicorn bor. Yo'q, nima aytadi? Hozir aytishimcha siz katta narsa deb turib, juda ham katta narsa. Yo'q, 100 ta. Adashmasam Turkiyani o'zida men bilishim bo'yicha 7 ta yo 8 ta unicorn bor edi. Bu 2-3 yil oldingi ma'lumot. Hozir ishda bo'lgan bilmayman. Ular ancha rivojlangan mamlakatda. O'z Qozog'istonda o'zida ham bilishim bo'yicha 2 ta 3 ta. Qimmat katta olaveraylik. Mayli, lekin voqelikka to'g'ri keladi. Men aytib bera olaman, bu bozorni o'zgartiradi bu narsa va bunga strategiya ham bor. Vatandoshlar aytgan sodiqlik va aminlik prinsipini sotishimiz kerak. Elit AI injener startaplarda. Nima degan desa, hozir dunyo Xitoyga ham, Amerikaga ham ishonmaydi. Nega? Datasi ularning qo'lida. Biz hozir mana shunaqangi prinsip qilsakki, mana data mana shu yerdan chiqmaydi. Siz datangiz, masalan, ChatGPT bilan gaplashsangiz, Valjon aka telefonlardan chiqmaydi. Lekin federated learning degan narsa bor. Modelni o'zi ma'lumot almashadi. Data qoladi bu yoqda. Model keladi, ma'lumot almashib, o'rtada o'rganadi. Qiyinroq uslub, lekin shunaqa qilsa bo'ladi-da. Mana shu narsalarni qilib turib, sodiqlik, aminlik prinsipi bilan ishonch qozona olsak, bemalol biz unicorn sotsak bo'ladi dunyoga. Faqat sifat tomonidan ko'tarish kerak. Zo'r. Agar bir narsani sizlardan so'ramoqchi edim, qay darajada bilmadim, qilsa bo'ladigan yoki yo'q. Hozir mana startaplar haqida shunaqa butun bir muhit yaratsakki, choyxonada ovqat yoki nimalar haqida gaplashmas, aynan startap g'oyalar haqida gaplashsak, odamlar o'tsa degan ma'noda aytdik-da. Bizda bitta g'oya bor edi. Toshkent hokimiyati bizga o'sha konsalting berib, xizmatlar sohasini rivojlantirganda bir narsani taklif qilgandik. Negadir shu narsa bo'lmadi. Bilsangiz, Jo'rak, nima teorik TikTok House degan nimalar chiqib ketgan. Boshdaligi bolalar chiqqan. TikTok House'lar qanaqa edi? Ko'pchilik birga yig'iladi o'sha TikTokchilar,
bitta yig'ilib bitta uyda bo'lganligi uchun ularga g'oyalar zo'r keladi. TikToklarda yorib boshqa nimalardan o'tib ketadi, content makerlardan. O'shanga o'xshab turib, masalan, bilmadim, Jo'may balki xulosa nimalardir bordir boshqa davlatlarda startup house'lar qurish. Ya'ni startup house'lar bo'lsa-ki, butun bir binoda faqat startapchilar tursa. Hozir qanaqa shuni 3 ta odam shu ishni qildi. Rahmat aytaman alohida. Birinchisi startup garaj. Aha. Startup garaj haqiqatdan startuping bormi, g'oyang bormi, ke deyapti. Bizda o'tirasan va startup haqida gaplashasan faqat deyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi C-Space'da coworking zonasini Yunusobod filialini startuplar uchun ajratdi. Faqat startaplar uchun. Faqat startuplar uchun. Startuping bormi, o'sha yerda o'tirishing mumkin. Biz o'tamizmi? Yunusobod qayerda? Yunusobodda o'sha bitta metroning oldida. Keyin adresini berasiz. Bemalol borsanglar bo'ladi. Dilmot aka bilan gaplashib, faqat startuplar o'tiradigan joy. Uchinchisi Uzkombinator. Yoshlar agentligining loyihasi. Startuping bormi deb aytyapti. Endi o'zimiz kichkinaroq formatda o'zimiz ham qilyapmiz. Najot ta'lim inkubatsion markaz sifatida startup qilmoqchi bo'lsan, biz senga 90 kun muddat beramiz deyapmiz. 90 kun muddat o'zing startupning MVP jarayoniga olib kelasan, biz senga angellar topib beramiz. O'zing va eng qizig'i biz jamoa ham topib beramiz. Yaxshi tarafi, senda g'oya bor, IT dasturlashni bilasan, endi keyin front-end kerakmi, back-end kerakmi, marketing bo'lim odami kerakmi, biz jamoa ham yig'ib beramiz bolalarga. Mana hozir eng kichkina formatlarda bo'lyapti. Lekin hammani sig'imi 50-60-100 nafar bo'lishi mumkin. Ya'ni u darajada ob'yom emas va viloyatlarda hali bu narsa yo'q. Va hamma bu narsa haqida gaplashib boshlagan yo'q. Va biz ularni tahlil qilib ko'rdik, ko'p startup g'oyalarni o'zimiz o'sha global ekspert sifatida sifat ancha past. Bu normal jarayon. Ya'ni umuman yo'q, bu yomon demoqchi emasman. Bu zo'r. Men aytmoqchi bo'layotganim, bu ketyapti. Bir vaqt o'zida biz globalga sotishni ham o'ylashimiz kerak-da. Bu narsada ketyapti. Men aytmoqchi bo'lgan, va bularni lead qilish uchun ham unaqa kerak-da. Nima deydi, ko'rsatsa bo'ladigan yulduzlar kerak. O'shalarni qilmasak, hozir men global bozorda bilaman, O'zbekiston degan nom bilan kirganimiz uchun rosa qiyin bo'lgan mijozlar ishonishi. O'zbek kompaniyamisan, koreys kompaniyamisan deb bizga doim so'rashadi. So'raydi sizlardan. Ya'ni masalan Hindiston, Bangladesh o'sha tomonlarga umuman ish berishmaydi. Vyetnam, yo'rost IT sohasida ishonch yo'q. Vyetnam, Ukraina o'zini isbotlagan. O'zbekiston ham shunaqa bo'lib qolishdan qo'rqamizda. Shuning uchun aytayapman, bu ketyapti. Ketaversin, to'xtatish niyati yo'q, zo'r ketyapti. Lekin mana bu tomon qolyapti deyapman-da. Mana shu sifat elita tomonga qarash kerak. Bu o'shanga boyaga gapga aytyapman-da, ya'ni sifatli pastroq bo'lgan juda ko'p narsa xavf bo'lishi mumkin, chunki jamiyat o'shani normal deb qabul qilib qolishi mumkin-da. Bir vaqt o'zida qimmatroq bo'lsa ham, men davlatdan kutgan narsa, men bu sifatli bir misollar ko'rsatib qo'yishimiz kerak-da. Mana shu savol edi o'zi keyingizda, Jo'nbek, ya'ni qaysi biri yaxshiroq emas, keyinlar qaysi biri yomonroq degan savol beraydi. Qaysi biri yomonroq? Ya'ni kam bo'lib turib, mutaxassislarning kamligi yomonmi yoki chala bo'lgan ko'pchilik yomonmi degan narsada mana shu savol. Qaysi biri yomonroq? Men kam bo'lgani deb hisoblayman o'zim. Ya'ni oliy toifalar emas, umuman. Ya'ni mayli, masalan 1000 ta chiqarish harakat qilarmiz, 1000 tadan 100 tasi chala bo'lar yoki 200 tasi chala bo'lar, lekin ya'ni siz kimni muvaffaqiyatli bo'lib ketishini yoki muvaffaqiyatsiz bo'lishini bilmaysiz. Mana shaxmat misolida olaylik. Shaxmat misolida 2 yil shaxmatga e'tibor bergan nima bo'ldi? Tezda. Top 5 talarga kirib oldimi? Hozir Nodirbek? Misol uchun, ya'ni bu juda tez bo'ldi-yu, birinchi, ikkinchi o'rin yana malaka. Eng qizig'i, ya'ni mana yaqinda musobaqada 1-2 oldi. Shunaqa bo'ldi-da. Dunyoning eng top 5 talarga kirib oldi Nodirbek. Bu 2 yil e'tibor berildi. Ya'ni bu bitta narsani aniq his qilishimiz kerak. Nimaga davlat zo'r e'tibor bersa, shu zo'r yuradi. Bu aniq. Ingliz tili misolida. IELTSdan 7 baland olsang, buna bo'ladi. Yoki 9 dan ishlab ketdi. 9 dan ishlab ketdi. Umuman tarixda 9 chiqmagan bo'lgan O'zbekiston ichidan. Lekin oxirgi 2-3 yilda 50-60 ta chiqib ketdi. Undan ham ko'payib ketdi. Osonlashib ketdi. Nega? Bitta odam kes qilib ko'rdi-da. O'zi hayron ham qolmay qo'ydi. Endi muhim narsa nima deyilganda, bizda startaplar haqiqiy noldan qurilgan sog'lom startaplar unicorn bo'lishi kerak. Birorta bo'lsa ham. Mana eng kamida mana o'zimizdagi birorta startaplar sotilyapti-ku. O'zim lekin startaplar sotib olishga qarshiman-da. Men ochig'ini aytaman, startaplar agar ta'sischini o'z unicorn qila olsa bosish kerak. Qachonki kuchi yetmasa sotsa bo'ladi. Hozir ba'zilar startap sotish uchun quryapti-da. Men aytaman, yo'q, unicornga o'zing chiqar. U bizda qolsin o'z startap. Hozir muammo nimada? Bizni ko'p startapimizni tashqi bozor sotib olyapti. Bu bizniki emas. Yandex ham, TBC ham voqelik tan olaylik, u bizning bozor emas, ular bizniki emas.
ular tashqaridan kirgan investorlar. Ma'lumotlari sizyapti degan. Endi uni xohlagan foydalansa to'g'riroq bo'ladi. Endi men aslida yomon demayman bu jarayonni ham, lekin men iloji boricha ta'sischilarni, ya'ni startap qurayotgan odamning muhim qoidasi bor. Ular xuddi hali ko'cha tilida aytganda qo'y boqayotgan odamga o'xshaydi. Semirtirishga harakat qiladi-da, bu normal. Ya'ni hamma semirtirib sotish. Angellar ham, venturlar hamma sizni semirtirishga harakat qiladi. Iloji boricha, ya'ni to'lishsin, men ko'proq foyda olaman deydi-da. Endi men aytardimki, ta'sischilarda o'sha yo'lda og'ib qolmasdan, agar kuchi yetsa, salohiyati yetsa yoki co-founderlarda salohiyati yetsa, oxirigacha borsin. Ya'ni u bizning milliy mahsulot bo'lib qolsin. Bu biz uchun kerak. Zo'r. Ya'ni unicorndan undan keyin tepalari bor-da. Mana ba'zi kompaniyalar haqida gaplashamiz, uzr, sal gapim ko'payib ketdi. Ba'zi kompaniyalar haqida gaplashamiz. O'zbekistonda yalpishki mahsulotidan ularda aylanmas ko'proq. Shunday. Tan olaylik buni. Tan olaylik. Endi tasavvur qiling-da, o'sha loyihalar bizda qolsin-da. Qanaqa agar shunaqa ko'tariladi-da. To'g'ri, bilasizmi, iqtisodiyot, siyosat borgan sari yengillashib ketaveradi, bu aniq. Voqelikda ko'rib boryapmiz u. Buni ayniqsa buni siyosiy qarorlarda orqaga qaytib bo'lmaydi. Qayta orqaga qaytmaymiz, shu gaplarga ishonasizmi? Ishonaman deyman. Chunki jamiyat, hukumat, elita sekin-sekin o'zgarib boradi. Yosh avlod tepaga chiqadi. Ular shu mafkura bo'yicha katta bo'ladi. Jarayon osonlashib boraveradi. Lekin bizda o'sha loyihalar bizga yo'q qo'ydi. Ta'sischi kim? Bizga ko'p qolish kerak. Xuddi shunaqa. Shu Isroilda o'rgangan narsalarimiz ko'pda. Isroilda juda unicornlar ko'pda. Isroil ekonomikasini ko'tarib turgan katta narsa mana shu AI startaplar, IT startaplarda o'zida qolganda ko'pi. Va shu narsa zo'rda, davlatni boy qiladigan, kuchli qiladigan narsa. Kiberxavfsizlik desa, Isroil tushunadi odamlar. Shu birinchi tushunadi. Ya'ni mana shunaqa biz ham kuchli AI desa shuni tushunadigan qilib qo'ysak bo'ladi. O'zlari ko'p narsani buza oladi-da. Buzolgan odam to'g'rilay oladi-da. Ular minus tomondan ham harakat qilishadi ko'proq. Lekin boyagi savolga qaytaman men, ya'ni sifatsiz odam ko'p. Sifat mana yana qaytarik, qaysi biri xavfliroq, qaysi biri yomonroq, ya'ni kam bo'lib turib mutaxassis bo'lganimi? Chunki ba'zi mutaxassislar bizga ko'proq mutaxassislar kerak, kuchli mutaxassislar. Yoki juda ham ko'p, lekin kami chala-chala o'rgangan. Men aytgan bo'lardim, jamlashga harakat qilardim bu narsani. Ya'ni biz o'sha elitga harakat qilaylikda, bo'la olmasa mayli, yaxshi. Lekin mana elitga zo'r bo'lishiga harakat qilishimiz kerak. Uning uchun ommaviy o'qitishimiz kerak-da. Lekin hozir bunaqa qilmayapmiz. Hozir mana bunga harakat qilyapmiz-da. Yo, mana qarang, menda endi shu yerda savol bor. Davlat nega ommaviy o'qityapti? Qo'lidan kelgan qilishlik uchun. Sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis 5 million deyilyapti. Mayli, deylik 5 million chiqadi. Ichidan kimdir AI ga qiziqib ketishi mumkinmi? Prompt injener o'rgangandan keyin? Albatta. Keyin ham BA ga kelishi mumkinmi? Mumkin. Gap shunda. Sizlar shuning uchun aytyaptiki, foundation qismini men qilib beray. Hamma umuman men prompt injenerlik bo'yicha odamlarni AI ga qiziqtirib beray. Yog'iga odam o'zi olib ketsin. To'g'ri. Chunki bundan avval ham haligi Birlashgan Arab Amirliklari bilan birga 1 million dasturchi loyihasidan ham juda ko'p odamlar kelgan. Ya'ni dasturlashga kirib ko'rgan, qiziqqan, keyin o'quv markazlariga, universitetlarga yoki o'zlari IT kompaniyalarga borgan. O'sha nima bo'ldi deganni bir o'rganishimiz kerak ekan-da. Ya'ni uni natijasini ko'ra olish uchun raqamlar kerak. U raqamlar yo'q, lekin foydalanuvchi sifatida aytaman. Ya'ni qanaqa ko'rgan, o'sha yoshlarda ko'rgan odam sifatida yoshlar bilan gaplashib qo'yganimni ham aytgan. Men birinchi degan undan 4-5 yil oldin 1 million dasturchi bo'yicha kirib, sertifikat olib qiziqib qolganman degan. Ya'ni stat olishlik uchun davlatning undovi kerak-da. Ya'ni va u hukumatda yoki umuman vazirliklarda katta propaganda qurollari bo'ladi-da. Katta budjet bo'ladi va buni yaxshi bajaryapti deb o'ylayman. Ular kerak bo'lsa xalq ta'limiga kiradi, oliy ta'limga kiradi. Keraklar hamma prompt injener bo'yicha mutaxassis bo'lsin deydi. Qo'lidan hech harakat qiladi. Yo'g'iga uzoq ketishimiz kerak. To'g'ri, lekin men aytayotgan narsa shuki, masalan, bu yoqda o'sha 5 millionta dasturchiga ajratilgan pulni teng yarmi 100 ta elit top 1% mutaxassisga ajratilishi to'g'ri bo'lishi mumkin-da. Mana shu joyda biz ko'rmayapmiz. Endi uzri bu oliy ta'lim, bu boshqa, endi bitta narsa bu boshqa tashkilot vazifasida. Raqamli texnologiyalar vazirligining vazifasi. Endi men ular advokat emasman, lekin bunday tadbirkor sifatida ham, ya'ni ular bilan ishlayotgan odam sifatida ham tepadan qarashga harakat ko'ryapman-da. Raqamli texnologiyalar vazirligining vazifasi iloji boricha texnologiyani ommaviy yoyish. Ular shuncha harakat qilyapti. Endi hozir aytilayotgan narsa bu oliy ta'lim vazirligining vazifasi emasmi? Sizlar o'zi bitta narsani ikki xil perspektivadan gapiryapsizlar. Shunaqa. Mana siz aytyapsiz,
biz ommaviy tayyorlaylik, ommaning ichidan zo'rlari chiqadi deyapmiz. Ha? Javob aytyapti, biz eng zo'rlariga harakat qilaylik, o'sha eng zo'rlarini ichidan o'zi ommalar ham, oddiylar ham chiqadi deyapti-da. Ya'ni bir xil narsani gapiryapsizlar o'zi ekanlar. Bari eng zo'r bo'la olmaydi hammasi deyapti. Shunaqa. Va mana ommaviy chiqib qo'ygandan keyin bular yo'lini yo'qotib qo'yishi mumkin deb o'ylayapman-da. Bular shuni tayyor bo'lganda tortib turib olib ketadigan odamlar kam deyapman hozir. Hozir 5 minutda dasturchini bajargan chiqqandan keyin bularni o'sha nima deydi, AI model qurayotgan kuchli startaplar yo'q-da. Tortib turib olib ketadigan. Mana shu narsa muammo bo'lyapti. Va buni men O'zbekiston bozorini bilaman. Hamma mendan AI kadr so'rayapti. AI kadr o'zimizga ham kerak. Men o'sha bu yoqda shuncha odam AI o'rgandim deyapti. Yo'q, ular Men prompt o'sha narsani engineeringni aytdim. o'rganishyapti. O'sha narsani bilishmayapti ko'pchilik, prompt engineering. Shuning uchun yo'q, men qayta prompt engineeringni so'z e'tibor bersanglar yoki AI asoslari deyapman. Hozir kelishib olsa bo'ladi. Men media mutaxassislarini ko'rayotgan bo'lsa, Najot Tamni o'zida ham aytdim, sun'iy intellekt asoslari deb aytinglar dedim. Yo, uni aytmanglar, sun'iy intellekt dedim, qiyin bo'lyapti. AI asoslari yoki prompt engineering. Shu gapni ishlatsak to'g'riroq bo'ladi. Prompt engineering zo'r. Umumiy globalda endi bu. Shunaqa. Ana bir qiziqaman-da bir narsaga. Mana bu narsani qilsak bo'lmasmikan? Bilsangiz, ana nimalarda, futbollarda ba'zi bir davlatlar shunaqa qiladi, maxsus guruhlar qiladi. Eng zo'rlarni butun bir nimadan yig'adi-da. Bu hali tarixlarda ham takrorlanganligi, janglarda bilsalaring, eng zo'rlarini olib turib, haligilarni shunaqangi train qiladi, kuchli bo'lib yetishadi. U hali hukumat darajasidagi narsa-da. Mana shu narsa haqida masalan hukumatdagilarni gaplashganlaringda yoki bir bilmaysizmi, yana qilsa bo'lmaydimi shuni masalan aytaylik, o'sha startap bitta house qilib turib, haligi eng kuchli AIchilar. Balki hukumatni ham kutmasdan Timurboy bilan ikkovimiz qo'rarmiz. Mana shunga o'xshagan narsa. 100 ta emas, 10 ta yetadi. Masalan 10 ta eng zo'rlari. Sizlar shu suhbatlarda qatnashsanglar bo'lar ekan, har doim hozir nima bilan bo'lyapti bu? Hozir qaysi tashkilotida ham Jahon banki bor, yana qaysi tashkilotlar bor? Aytinglarda, UNDP bo'ldi. UNDP, ha. UNDP ko'p nima qiladi. UNDP shu bo'yicha juda ko'p tadbirlar o'tkazyapti. Men agar O'zbekistonda bo'lsangiz, Valijon aka, meni bundan keyin taklif qilarsa, sizga ham aytaman. Ular sun'iy intellekt o'rgatish bo'yicha ham, sun'iy intellektni yoyish bo'yicha ham juda ko'p tadbirlar o'tkazishdi. Hozir men aytayotgan kursam nima Angel University UNDPning homiyligida bo'lgan edi. Yaqinda bitta tadbir bo'ldi. Ular doimiy tarzda tadbir o'tkazyapti va o'sha joyda nafaqat tadbirkorlarni, davlat amaldor umuman hukumatni ham yig'ib qo'yapti. Ya'ni mana sizlarga planshetka gaplashinglar. Ikkitasida o'zim qatnashdim. Yaxshi fikrlar bo'ldimi? Bo'ldi. Kerakli tashkilotlar o'z uchun zadachalar yozib, tasklar yozib oldi. Menga yoqdi masalan, UNDPning shu qilayotgan ishi. Shunaqa joyda Valijonaga albatta qatnashib takliflar berish kerak. Balki bahslashish mumkindir. Endi u yerda har xil vazirlik bor. Masalan, raqamli texnologiya vazirligi aynan 5 million prompt engineeringni Rustam aka aytib berdi. Misol uchun g'oya jihatidan ular o'zini jihatidan to'g'ri qilyapti-da. Ommaviylashtirish harakat qilyapti va endi mana shu joylarda shu gaplar aytilsa foydali bo'ladi. Zo'r. Kerakli tashkilotlar, chunki hamma tashkilotdan bo'lyapti, muhim bo'lgan, hamma o'zi uchun qaytlab olyapti. Borib eng kamida borib muhokama qilishadi. Qatnashamiz. Faqatgina o'sha nima endi ishtirokchi sifatida bir narsa aytmoqchiman. Aytdingiz-ku, mana nima bo'yicha, shaxmat bo'yicha masalan, nimaga e'tibor bersak albatta kuchayadi. Rostdan ham shunaqa. Sport bo'yicha ham mana kuchaydi, shaxmat bo'yicha ham, futbol bo'yicha, boks bo'yicha. Aytmoqchi bo'lganim, yaqinda bir qozog'istonlik do'stimiz bilan gaplashganimda aytdi, Qozog'iston shaxmat federatsiyasi necha mingdadir maktabni o'rganib berishni aytgan. Ya'ni bolalarga agar biz qaysi matematikani darajasini oldinroq o'rgatadigan bo'lsak va shaxmat dars qo'yadigan bo'lsak, ya'ni sinflar ikkiga bo'lganda, shaxmatni o'zini o'rgatish, shaxmat plus matematikani o'rgatish qilib turib, mana shuni 2-3 yilda bizga o'rganib beringlar. Qay darajada ta'sir qiladi matematikani o'rganish shaxmatga degan narsani aytyapti. Zo'r tajriba. Ko'ryapsiz, uni haligi butun bir nimada davlat miqyosida qilishyapti-da, u narsani konsalting sifatida o'sha universitetda professorlarga bergan. Ular loyiha bo'yicha ishlashyapti. Qiziqarli tajriba haqiqatan. Aytmoqchi bo'lganim, mana bizda ham o'sha shaxmat chiqdi. O'sha narsani bir ko'rish kerak ekan. Ya'ni bu narsa juda ko'pchilikni yig'ib turib eng zo'rlaridan chiqdimi yoki eng zo'rlarini olib turib o'shalarning o'zidan chiqdimi degan narsani-da. Bu nima bo'yicha Alisher bilan gaplashganingiz yo'qmi siz? Ya'ni ular ommaviy o'qitish taklifida. Yo'q, ommaviy o'qitish taklifidami yoki mana shu bekgacha bo'lgan qanaqa bo'ldi? Ommaviy o'qitildimi yoki eng zo'rlar tanlab olindi? Yo'q, ular o'zaro gaplashganimizda menga aytgan, ya'ni biz ommaviy o'qitsak 1000 tadan 100 ta chiqadi, 100 tadan 10 ta chiqadi, 10 tadan bitta chiqadi degan fikrda ular. Bu to'g'ri, albatta. Universitetlar o'zi hammasi ta'lim shunday qolib kelgan hozirgacha, lekin 2013-yil TATUda bitta ish qilishgan. Dastur injineringda o'qiganman, TATUda bakalavr. Hamma kuchli bolalarni yig'ib turib,
12 tami guruh bor edi. 3 ta guruhga tiqib qo'yishgan. Kuchli yigitlarni. Men ham o'shalarning ichida bo'lganman. Endi ko'ringda raqobatda. Undan avval nima bo'lgandi desangiz, men zo'rman deb turib o'tiraverardim. Uchta zo'r dasturchi bola bor edik, olimpiadachimiz bu. Hamma joy bittaga tiqib qo'ygandan keyin o'sha siz zo'rmasiz u yerda. Mana bu bahslash kerak, konkurensiya qilish kerak. Zo'r ish bergan, lekin universitet qiynalgan. Nega? Ustozlarni qiynab tashlaganmiz biz. Dars o'tsa savol berib, boshqa qilib qiynalib qolardi ustozlar, qo'rqardi dars o'tganimizga. Bilmadim undan keyin to'xtatishganmi yo'qmi. Men aytayotgan narsa, agar shu kuchli ustozlar bo'lsa, ichidan saralab turib mana shunaqa guruhlar tashkil qilishimiz kerak. Erkin raqobatni qilish uchun. Ya'ni boya Timurbek aytdi-ku, unaqa nima deydi, bir-biri bilan fikr almashib, o'sha nima deydi, fusion bo'ladi-da, qo'shilib ketadi fikrlar. Shu narsani qilish kerak. Ya'ni saralab turib, o'sha elita jamoalar qilish kerak. Va bu ishlagan bizni holatda. Zo'r. Undaqada keyingi bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'lim biznes va AI. Hozir mana siyosat, ta'lim haqida gaplashdik, strategiya haqida gaplashdik. Biznes va AI haqida gaplashganda ko'pchilik birinchi eng savol beriladi, ya'ni qaysi soha yo'qolib ketadi, keyin shu sohani bermaylik. Faqatgina biroz chuqurlashaylik bo'yicha. Balki Jo'mabek bunga ko'proq berar. Temurbek o'zining tajribasidan aytar, ya'ni AIdagi qaysi sohalar yo'qolib ketadi. Men hali AI qaysi sohalarni yo'qotadi deganim yo'q. AIdagi 10 yil ichida qaysi sohalar yo'qolib ketishi mumkin? AIning ichidagi degan narsa. AI ichida integratorlar yo'qolib ketadi deyman. APIlar bilan integratsiya qilib turib startap qilinyapti. Endi bu shu joyga bitta qo'shimcha qilay, haqiqatdan oddiy OpenAIda o'zi qanaqadir AI agent chiqargan edi, AI agent funksiyasini chiqargan edi. Juda ko'p startaplarda ko'tarilayotgan startaplar sinib ketdi. Chunki uni istalgan foydalanuvchi AI agentni o'zi qilib olish mumkin bo'lib qoldi. OpenAI yana qilgan ishidan o'sha konsalting biznesiga ham o'tyapti. Rosa ko'p konsaltantlar OpenAI ishlatib turib ish bajaryapti. Mana McKinsey bor, Boston Consulting Group bor, Palantir bor. Ular boshqa mijozlarning ishini qilib beradi AIda. Bu yoqda ChatGPTni ishlatib so'rab turib qilyapti. ChatGPT biladi uni API keylardan. Endi ChatGPT nima qildi? O'zimiz konsaltingga kiramiz dedi. Siz aytgan datasi bor tayyor. Hamma bor data. Haligidan datasi turibdi. ChatGPT kiryapti, OpenAI endi ularning biznesi o'sha pastga qarab ketyapti. Bu ko'p narsa-ku, masalan, oddiy narsa, masalan, mobil ishlab chiqaruvchilar ham ichida o'zini brauzerini qo'yadi, o'zini narsasini qo'yadi. Kim buni ishlab chiqarsa. Ya'ni hozir AI model ham kimda bo'lsa, o'sha boshqarish mumkin. Ya'ni uni ustiga API integration qilib qurganlar riskda va datasi yo'qlar riskda. Va bulardan unicorn bo'lish kutish qiyin-da. Ya'ni qachondir oladi ular. Masalan, unicorn bo'lsa, albatta oladi. Agar kimdir men OpenAI API ni ishlab turib unicorn bo'lsam, aniq OpenAI meni ishimni olaman deydi, chunki zo'r pul bor bu yerda. Bo'lmasam, unda u demak keraksiz ekan. Mana shu narsa yo'qolsa kerak deb o'ylayman. Zo'r. Nimada hozir biznesda ketayotgan trend aynan AIlar bo'yicha ko'rgan bo'lsalaring, AIlar o'zlarining ulushini olyapti. ChatGPT to'g'ri, umumiy gaplashishlar yaxshidir, lekin rasm bo'yicha boshqa. Video bo'yicha boshqa AI chiqdi. Hammani o'zini haligi kichkina ulushchalari bor-da. Bir narsani aytib qo'yay. Biz AI ishga tushgani sababli birorta odamni ishdan bo'shatmadik. Meni birorta tanish tadbirkor do'stim AI ishga tushgani sababli birorta odamni ishdan bo'shatmadi. Lekin bitta muhim narsani aytaman, insonlarda samaradorligi ba'zilarida 2x ga, ba'zilarida 10x ga oshdi. Bu fakt. AI orqali foydalanib. Bu bilan biznes yutdi. Masalan, biz avvallari odamlardan kompyuterda bilasanmi deb so'rardik. Hozir prompt engineering bilasanmi deb so'raymiz. Norma bo'lib qoldi bu demak. Bu biz ayniqsa umuman marketing, sotuvga oid sohalar bor, marketing sohalari bor yoki aynan ko'proq ishlaydiganki, endi ustozlardagi bu aniq. Chunki jarayonni tezlashtirib beradi. Istalgan bir hozir mana bu mutaxassisdan biz so'raymiz, prompt engineering o'rgan va biz kerak bo'lsa majburlab o'rgatdik. Zo'r aytdingiz. Qisqagina qo'shib ketaman. Haqiqatda kompyuter bilasanmi emas, prompt engineering bilasanmi deb so'rayapmiz dedingiz-ku. OpenAIda Samalt buni aytayapti. Oldin 2 haftada qilingan ishlar bor edi, deyapti. Intervyu paytida biz uni 10 minutda qilib ber deb so'raymiz, deyapti hozir. Potensialni ko'rish. Nega desa, AI ishlatib turib. AI ishlatganda 10 minutda qilib bersang, ishga olamiz, deyapti. Va bu yog'iga mana shunaqa bo'lyapti. Endi muhim qoida bor-da, agar kimdir yoshlar ko'rsa, maktab o'quvchilar buning uchun yaxshi o'qish kerakmi aytadi. Ya'ni yaxshi o'qish degani uyga vazifani, ya'ni yaxshi o'qish degani men fikrlash. AIda asosiy fikrlashga borib taqalaveradi. Bola mana hozir maktabda men juda ko'p ustozlar bilan ishlayapman, gaplashyapman. Bolaga men oldiga qo'yib turib, yurtimizda bahor degan mavzuda insho yozib bersangiz, 2 qator yozib to'xtab qoladi ishdi.
70-80% bola nari borsa 6 qator yozadi-da, fikrini bir joyga yig'a olmaydi. 45 minutda insho yoza olmaydi deyapti. 20% qolyapti. O'sha Pareto qonuni hisoblanaver ekanda bu narsaga. Qiyin ekan, ya'ni biz endi aytyapman-ku, hurmatli ota-onalarga bolaga insho yozdirish kerak. Iloji boricha biz men ustozlarimga rahmat aytaman, biz yoshligimizda juda ko'p insho yozganmiz. Ya'ni diktant emas, insho berilardi mavzu yozib kel. Inshoni ham o'ziga yozdirish kerak-da. ChatGPTga yozdirib turib, keyin qo'lda yozib kelmasin. O'sha narsa. Bizning eng katta yutug'imiz u payt na internet, telefon, ChatGPT qo'ying, internet ham bo'lmagan-ku. Endi insho yozish uchun kitob o'qish kerak bo'lganda. Kitob ko'chirib bo'lmaysiz, siz bilib qoladi. Ustoz 4-sinf bolani, 8-sinf bolani inshosi bilan kitob farqini. Endi siz o'qib keyin insho yozgansiz va bu bizning fikrlashimizga juda katta ta'sir qilgan. Endi yosh kattalarga ham tavsiya qilardimki, eng kamida shaxsiy kanalingiz bo'lsin Telegramda. Yozasizda, ha? Shaxsiy kanalingiz bo'lsin. Mayli ota-onangiz bo'lar, ahlingiz bo'lar, yaqinlaringiz, do'stlaringiz bo'lar. 4 qator bo'lsa ham kunim qanday o'tdi deb yozib ko'ring. Bugun 3 qator yozasiz, ertaga 4 qator yozasiz, keyin 5 qator yozasiz. Ya'ni fikrlash, tafakkur, dunyoqarash. Men juda qo'shilaman shu gapingizga. Jordan Petersonning gapi bor. Ya'ni kuchli psixolog, Amerikadagi professor. Yozish aqlni o'stiradigan eng zo'r narsa deydi. Chunki har bitta so'zni qanaqa qo'yishingizga qarab turib, sizni berayotgan xabaringiz o'zgaradi-da. Bu so'zni ishlatasizmi, buni ishlatasizmi, har birini. Keyingi level nima bo'ladi aytaymi? 10 ta so'z bilan ifodalashingiz mumkin bo'lgan narsani qanday qilib 5 ta so'zga ifodalasam bo'ladi deysiz. Bu keyingi balog'at, kuchaytirish. Men har doim matn yozganimdan keyin 2 soat o'qizaman-da, yana qaytib o'qiyman. Birinchi yozib qo'yasiz. Yozaman, keyin yana qaytib o'qiyman-da, bu so'zni olib tashlasham bo'lar ekan. Yoki bu ikkita so'z o'rniga bitta so'z bilan boshqa ma'no ifoda qilsam bo'lar ekan deyman. Bu yomon odamga zavq beradi va fikrlashgina AI dan to'g'ri foydalanishga yordam berar ekan. To'g'ri bo'lganda hozir usullarni bilasizku. Hozir razi AI da yutgan bo'lardi, To'g'ri usullari. Qisqa endi tushunyapmiz ular usulini bor. Kun bormi deb aytardi To'g'ri AI ishlatganda. Kitoblarda shunaqa bor. Kun bormi degan so'zlar ishlatishadi. Ajoyib usullari bor edi. Zo'r. Nima bo'yicha o'sha biznes bo'yicha gap ketgandan aytdingiz-ku, hech qaysi ishchini hali AI bilan bog'lab tashlaganimiz yo'q, ya'ni o'zgartirib qo'yganimiz yo'q degan ma'noda aytdingiz. Ya'ni yo'q, bo'shatmadik degan ma'noda. Lekin ulardan AI bilishni talab qildik. Nega? Samaradorlikni kamida 2x dan 12x ga oshirish uchun. Avval bir oyda qilgan ishini endi bir kunda qilsin. Yoki bir kunda qilayotgan narsasini endi bir soatda qilsin. Bir soatda qilayotgan narsasini bitta prompt bilan 5 minutda qilsin. Shundoq. Buning imkoniyati bor. Lekin endi AI qilayotgan narsa uchun vaqt sarflamasin. Endi AI qila olmaydigan tafakkurga oid ishlarni qilsin. Shundoq. Ya'ni reja qilsin, fikrlasin, tafakkur qilsin. Strategiya haqida o'ylasin. Vosita bo'lib qolsin-da. AI vosita aylansin. Lekin bitta joyi ham bor, hech kim ishdan bo'shatmadik deyapsiz-ku, biz ba'zilarni ishga olmadik AIni deb turib. Nega desangiz, masalan, kontraktlar tuziladi, yozib berish kerak. Lawyer, huquqshunos ishlatyapmiz. Bir ish qilib kelyapti va bu yoqda AI ga aytyapmiz. Huquqshunosga tushuntirgan narsamizni AI ga tushuntiryapmiz-da. AI yozib bergan draftlar, tushunchalar huquqshunosdan yaxshi chiqyapti. Undan keyin ishlatmaymiz biz huquqshunosni. Demak, biz AI dan so'raymiz, ketaveramiz deyapmiz. O'shani tekshirish uchun ham yaxshi chiqqaniga huquqshunos kerak lekin. Haligi gaplashib o'tgan safar nimada? Millat umini podkastida. AI ish olmayapti. AI ish taqsimlayapti-da. Yomonlardan olib eng zo'riga beryapti. Ha, xuddi shu narsa. Eng zo'riga. Mutaxassisga beryapti. Eng kuchlisiga. O'rta miyona odamni olib. Bu shunaqangi qilyapti, haligi nima bor ekan? Being normal is new standard of failure deydi. Ya'ni being average degani o'rtacha bo'lish bu muvaffaqiyatsizlikning yangi standarti. Rosa shunaqa bo'lib qoldi hozir. Ya'ni endi shu narsa bo'ldi. Ya'ni hozir o'rtacha bo'lish davrida o'rtacha bo'lish bu failure. Endi o'rtada endi yana bitta narsa bor. Ochiq haqiqat, muammo nimada? Istalgan sohani juniorida muammo bor. Juniori va istalgan sohani deyapsiz endi. Ya'ni nafaqat koding boshqa, istalgan sohani agar juniori deyilgani, istalgan sohada mana AI istalgan sohani juniorini olib qo'ygan hozir. Istalgan sohani oling, junior vazifasini bemalol bajara oladi. Va mana shu joyda kompaniyalar, ayniqsa xususiy sektor nima deyapti? Buni bo'ldi, AIga qildiramiz deyapti. Endi juniorlar o'sishligi uchun joy yo'qmi? Bu degani o'sha soha bo'yicha 1-2 yildan keyin kuchli mutaxassis chiqish kamayib ketadi degani. To'g'ri aytdingiz. Men sizga o'zi qo'shimcha qilaman. Palantir, McKinsey kompaniyalar aytdimmi, Boston Consulting Group. Shularda odamlar AI juniorlarni olardi-da, 16 soat kuniga ishlardi AI juniorlar. Shuni hisobiga outsourcing qilib, ular juniorlar tayyor bo'lardi-mi shunaqa 3 yil, 5 yilda hozir olmay qo'ydi. McKinsey aytayapti, biz 60 mingta ishchimiz. Internet sifatida deyapsiz-da, internet intern qilib yoki junior qilib oladi arzon oylikka. Bular 16 soat kuniga ishlaydi va shuni hisobiga konsalting firmalar boshqa bizneslarning ishini bajarib beradi.
avval AI davridan avval. Hozir McKinsey aytyapti, 60 mingta ishchimiz bor, 25 mingtasi AI agent deyapti. Va biz yangi kelayotgan juniorlardan yoki kimnidir ishga olsak, mana AI agentlarni ishlata bilishini tekshiryapmiz. Bularni ishlatib turib ish bajarish kerak deyapti-da. Bu degani nima degani? Xuddi Temurbek aytganlarideki, bu yog'iga 5 yil yoki 3 yildan keyin haligi juniorlar tayyor bo'lib turib chiqardi-ku AI kadr bo'lib. Chiqmaydi endi hozir. Endi chiqish kelmayadi. Endi yechim nima deyilganda, hozir juniorlar ham ishga kirish kerak-ku. Har qanaqasiga AI o'z sohasi bo'yicha eng yaxshisi bo'lishga harakat qilsin, 3 ta qoida. O'z sohasini zo'r o'rganishga harakat qilsin, networking katta urg'u bersin, chunki networking orqali jarayonlar osonlashib ketadi. Uchinchisi prompt engineering zo'r o'rgansin. Mana shu uchalar orqali jarayonlar, ya'ni zinani biridan 5-chi qavatga chiqib qolishi mumkin. Masalan, sizda LinkedIn bor va networking yaxshi. Masalan, men juniorman. Sizni taniyman. Bu kishini ham taniyman va qaysidir tadbirlarda ijobiy holat qoldirgan. Deylik, men dasturchidirman. Boshqalardan nisbatan ajralib turaman. Nima desa, ikkalangiz ham bitta kompaniyada ishlaysiz. HR mutaxassisiyatga menga kelib, menga bitta dasturchi kerak, prompt engineeringni ham bilgan yaxshi bola bo'lsin desa, Valijon akam aytdiki, Temur tavsiya qilaveraymi, siz Jumabek akam, ha, Temurbek tavsiya qilaveraylik, rostdan yaxshi bola edi, ikkalamizni taniymiz deydi. Mana shu narsa kerak. Juniorlarga istalgan bir sohada hozir shu narsa kerak. Va buning uchun bitta qo'shimcha qilardim. Chavandozni rivojlantirish kerak deydi. O'ziga xosligini. Ya'ni hozir AI o'sha ot qismi, masalan, ko'rish, eshitish, hid bilish, tan bilish, sezish va o'sha qaytariladigan ishlar bor, hamma qila oladigan. Bular hammada bir xil bo'lib qoladi. AI oladi. Endi o'ziga xosligini rivojlantirish kerak. Masalan, networking o'sha narsa. Siz odamlar bilan gapirib, qalban gaplashasiz va o'zingizdagi ishonch, xarakterlar, masalan, aytishim mumkin, Temurbek boshlagan ishni oxiriga yetmay qo'ymaydi. Soft skill rivojlanib ketaverar ekan endi. Ya'ni o'sha qalbga ishlov berish kerak edi. O'ziga xosligini rivojlantirsa, o'sha odamga ish bor. Ishonchli. Ixtisoslashgan. Ishonchli odamga ish bor. Endi yoshligidan ota-onalar shuni rivojlantirib borish kerak bolalaridan. Uni halollikka, to'g'rilikka, himmatga o'rgatish kerak. Men kimni tavsiya qilaman? Himmat egallarini tavsiya qilaman. Masalan, hozir ham bir yigitimizni bir kompaniyaga mana aytaman, 5 yillik marketolog 3 kunlik ishi uchun $2000 ishga joyladik. Hozir oldinda kelishuv bo'ldi. Nima uchun? Endi ishonch borligi uchun o'rtada. Zo'r. Eng qizig'ini aytaman, u bola yana u loyihadan KPI ham oladi. Nega men tavsiya orqali kirilyapti? U ikkinchi taraf ham tavsiyamga ishonyapti. Men juda xursandman shu narsadan. Endi bu yerda aytyapman, u bola nima uchun desa himmatli bola. Nega desa ishonchli bola. Ishiga javob beradi. Ertaga meni bir joyda uyaltirmaydi. Siz ham chavandoz sifatida ish qiymat hosil qilyapsiz, u yigit ham. Shunaqa qilib turib, mana u yigit ishga olgan odam ham foyda ko'ryapti, mana. Ikkita chavandoz kuchli bo'lgan insonlardan. Zo'r. Bizga shu kerak. Hozir mana balki ko'pchilik yoshlar sizlarni ko'radi, ko'rayotganda ularda savol bo'lishligi mumkin. Hozir mana biznesmenman yoki aytaylik dizaynerman yoki mashina tuzataman. Bu holatda men AI ga o'tishim kerakmi yoki o'zimni sohamni AI ga integratsiya qilishim kerakmi degan narsa. Qanaqa maslahat bergan bo'lardilaringni? Jumabek aka aytsangiz. Men boshida o'sha biznesda Humblebee o'zi uslubi qanaqa edi? Biz insoniyat uchun ishlashimiz kerak edi. Xuddi shunga o'xshab odamlar nima ish qilsam men ko'p pul topaman emas, nima ish qilsam jamiyatga foyda deyishsa, o'zlari yutishadi. Ya'ni agar men mashina ustasi bo'lsam, men buni tashlab ketsam va boshqa odam mendagi qila olmasa, men zo'r usta bo'lsam, balki AI injener sifatida oylik ko'pdir. Lekin mana bu mashina ustasi sifatida men xalqqa ko'p yordam berayotganman. Masalan, ustozlarimiz, o'qituvchilarimiz ko'pchilik shunaqa. Unda qolishim kerak bu yerda. Endi AI integratsiya qilish kerakmi deyilsa, albatta, ya'ni chavandoz bo'lishim kerakman va avtomatlashtirsa, masalan, mijoz olish, har qanaqa tomonlagi AI o'rganib turib, avtomatlashtirib tashlasa bo'ladi. Ya'ni asosiysi o'sha zo'r chavandoz bo'lishim kerak. Ya'ni men mashina tuzatishda zo'rmanmi? Kerak bo'lsa sun'iy intellekt mijozlar bilan bog'lansin. Kimdir menga Telegramdan yozsa, shuni forward qilay mana o'sha AI botimga. U gaplashib turib, olsin mijozida. Men shunaqa narsalar bilan vaqt sarflamay, pul yechib olish, hammasini sun'iy intellekt qilsin, men zo'r ish qilay. O'zini ishiga e'tibor berish. Shu. Ya'ni qiymat nima ish qilsam men insoniyatga katta qiymat beraman. Degan nima bilan ishlash kerak? Va men aytayapman, qisqa muddatda ko'rilishi mumkin, men ko'p pul topmayman, unda ya'ni pul orqasidan quvmayapman-ku deyishim mumkin, lekin AI davrida aynan o'shada ko'p pul topadi. O'zi zo'r chavandoz bo'lganlar. Zo'r. Demak, ana shu bo'limga, biznes bo'limiga xulosa, hamma ham AI bo'lishi shart emas. Balki o'zini sohasini zo'ri bo'lib turib, AI ga integratsiyalash kerak. Ya'ni bu normal endi. AI chi deyotganingizda
AIchi degan aynan koder, model Yo'q, prompt engineering shunaqa bir. AIdan foydalanish, sun'iy intellektdan foydalanishni lekin hamma bilishi kerak. Ha, bu endi standart endi. Masalan, yangi standart. balki maktab ta'limiga kiritildimi yoki yo'qmi bilmadim. Masalan, xususiy maktablarga kirityapti. Hozirdan ota-onalar prompt engineering bolasiga o'rgatish kerak. Kompyuter soat xonligidan keyin prompt engineering o'rgansin. Soatlar nimada qilish shart emas. Sohani o'rganish kerak, to'g'ri. Aytmoqchiman, prompt engineeringni istalgan odam hozir kim o'rgansa yutadi. 1 yil 2 yildan keyin majbur o'rganadi, lekin hozir o'rgansa yutadi. Chunki u kelajakka o'tib ketgan bo'ladi avtomatik tarzda. Hozir o'rgansa muvaffaqiyat uchun 1-2 yildan keyin tirik qolishni o'rganishga bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va uning uchun kuchli falsafa ham kerakda. Masalan, Yana o'sha fikrlash aytyapsiz-da. Ha, ya'ni fikrlash. Maqsad nima edi o'zi desa, ish bajarish deyish kerak. Dasturlashdan fikrlash deydi. Hammasi fikrlash. Inson yashar ekan, fikrlashga majbur ekanda. Masalan, men bir kun savollar tuzib berdim bir kishiga. 1 minutda tuzib berdim-da u savollarni. Lekin u orqasida qiymat katta-da. Masalan, kimdir uni aytishi mumkin, Jumabiy yoz 1 minutda tuzib berdi, shuncha pul oladimi bunga deyish mumkin-da. Lekin men u to'g'ri savolni qo'ya oldim. AI ishlatdim. Mani ma'lumotlar bazasi bor edi. Hamma narsalar bilan o'sha chavandozlik qilib turib 1 minutda qilib berdim u ishni. Haligi odamga $1000 katta pul ko'rinishi mumkin-da. Lekin men aytayotgan narsa falsafa, bu yog'iga o'sha fikrlashga o'tishimiz kerak-da. Men hozir AIga qildirsam, men hech nima ish qilmay qo'ydim-ku emas. Maqsad ishni bajarish degan narsaga o'tish kerak. Men shuni aytgan bo'lardim. Ya'ni men o'rganmay qolyapman-ku, orada qila olmay qolyapman-ku deyish mumkin-da. Chunki juda ko'pchilik shunaqa qiladi. Mana bizda nima deydi? 2ga bo'lingan shogirdlar yangi kelishganda, yarmi ish qilmasa-da AIga qildirsa, yarmi o'zim qilsam, ya'ni o'rganmay qolyapman, AIga qildirsam deydi-da. Biz ikkalasini ham to'g'rilaymiz. AIga qildirayotganlarni har bitta AI qilib bergan narsani tushunish kerak deymiz, bilish kerak. O'zi qilayotganlarga vaqt qo'yib qo'yamiz. Qanchada qilding deymiz. 2 haftada emas, 10 minutda qilasan deymiz. Keyin majburlanib yashashga. Shunda o'rta balans, Vasatiylik topasan. Ha, o'shani topish kerak. Endi yoshlarda umuman AI ishlatayotgan odamlarda ikkita xato bor. Birinchisi, ular Google'ga o'xshab foydalanyapti. Umuman aytaman, keling, ular Google'ga o'xshab foydalanyapti. Hech qachon sun'iy intellektda diniy savol javob qilinmaydi. Bu ahli ilmlardan so'ralgan narsa. Bu aniq xato. Ikkinchisi, odam hayotdan hal qilmaydi. Bitta yigit bilan gaplashyapman. Men bitta qiz bilan uchrashuvga chiqib ko'rdim. Endi bo'ladimi yoki yo'qmi deb turib, u haqidagi ma'lumotni, o'zim haqidagi ma'lumotni AIga berdim. Sen baraka topku, yosh kattalar bilan hayot ko'rgan odamlar bilan gaplashib qo'ydi. Hayoting haqlagan joy emas, depressiyaga tushib qolsam nima qilay? Yana bitta yigit aytadi menga, depressiyaga tushib qoldim, AI bilan gaplashib o'tiribman, depressiyaga chiqishga uchun deyapti. Boyaga gapni chavandoz bo'lish kerak, ot kabi ishlatish kerak. AI ot bo'lib olib bir-biriga chopyapti-da ularni. Ya'ni hozir AI ot bo'lsa qanaqa qilib sizga u mana qalban, ya'ni psixologik narsada yordam bera oladi-da. Albatta, sen tafakkur qilmaysanmi deyapman-da. Bekorga biz tafakkur qilishga majbur yurilmaganmiz, ya'ni o'sha tafakkur borasida AI nimaligini yaxshi tushunishimiz kerak-da. Shu otdan boshqa narsa emas degan narsa, ya'ni ong yo'q bunda degan narsani yetkazishimiz kerak-da. Bu tool shunchaki foydalanadigan. To'g'ri, aql bordir. Odamni ot instrument. Odamni ot qismidagi aql bor-da. Qalb qismidagi aql yo'q. Uning uchun menimcha yaxshilab bitta podkast olishimiz kerak. Aql o'zi qayerda? Qalbdagi aql bilan mana bu yerdagi informatsiya storage, ya'ni saqlangan informatsiyaning ma'lumot farqi nima? degan narsa. Masalan, ustozni chaqirib, men hozir xursand bo'lsam, zo'r savolda, masalan, hozir bir narsa aytsa ChatGPT sizga aytishi mumkin, Temur. Men xursand bo'ldim, ko'nglim ko'tarildi desa va men haqiqatda qalbim xursand bo'lib turib, xursand bo'ldim desam, farqi nima? ChatGPT mimika qilyapti. Nimadir aytilsa xursand bo'ldim deyish kerak ekan degan narsani o'rgatib qo'yganmiz biz. Men xursand bo'lsam, qalbim xursand bo'lyapti-da. Keyin u tilimga kelyapti-da, tilim keyin tarjimon bo'lib turib, men xursand bo'ldim deyapman-da. Aytmoqchi bo'layotganim bu chavandoz bo'ldi menda hozir. ChatGPTni shunchaki otidi, u chavandozni mimika qilyapti. Xursand bo'ldim deb turib. Mana shu farqlarni tushunishimiz kerak-da, ya'ni demak, tushunib olish kerak ekanda bu narsani. Odam nima, AI nima? Lekin intellekt jihatdan baribir AI insondan ustun deb ayta olamizmi? Mayli, qalbiy boshqa narsadir. O'sha intellekt nimaligini aniq qilish kerak avval. Qalbdagi intellekt bilan miyadagi intellektni ajratsak, alohida mavzu. Lekin ma'lumot kimda ko'p bo'lsa, shu baribir kuchliroq bo'ladi agar tahlil qilsa. Gap shunda. Ya'ni hozir mana hamma ma'lumot uchun kurashyapti-da. Aytildi-ku, hozir OpenAI ham u AI emas, aslida Data degan kompaniya deyilyapti-ku. Kimda data ko'p bo'lsa, ya'ni kim qaysi AIdan ko'proq foydalansa, o'sha yutib ketaveradi. Chunki unda ma'lumot ko'p. Odamlar o'zini oilasi-yu, shaxsiy hayoti-yu hammasini AIga kiritib yotibdi. U aytaman-da, agar o'sha odamlar kelajakda ma'lumotlari hammasi internetda bo'lgan odamlar kelajakda yuqoriroq lavozimga chiqib qolsin.
mana hozir ko'ryapmiz bo'layotgan voqealarni. Uni hamma ma'lumot kimda bo'lsa, o'sha odam boshqaradi. Shunaqa Epsteinga o'xshab. Xuddi shu voqealarga o'xshab. Boshqarib butun buni ham boshqarib qo'yapti. Black Mirror'da ham o'sha kinoda ham o'sha joyi bor-ku, data kimda bo'lsa shunga boshqarishga harakat qiladi-ku. Kelajak shunaqa bo'ladi. Shuning uchun insonning shaxsiy hayotiga oid masalalarni ayniqsa aytgan bo'lardimki, umuman AI bilan muhokama qilmas kerak. U ulug' zotlar bilan, ota-ona bilan, yosh kattalar muhokama qilinadi. Hayotga oid masalalar ayniqsa yoki dinga oid masalalar. U AI bilan muhokama qilingan narsa emas. AI ga oid siz ma'lumot berasiz, ma'lumotni raqamlar ko'rsatib berish mumkin. Yana tahlil qilish sizga qoladi. Ma'lumotni qayta ishlash sizga qoladi. U uni aytgani 100% to'g'ri degani emas. Odamlar shuni tushunmayapti hali beri. Tahlil qilgan taqdirda ham unda qalb yo'qligini hisobga olishimiz kerak-da. Rahmat aka, to'g'risi. Imom G'azoliy zo'r tushuntirgan. Hozir tushuntirib beraman. 5 ta sensorda o'sha otni ishi quduqqa 5 ta irmoq tushyapti deganda. Bu 5 ta irmoq ozgina tushadi endi suv bo'lib. Lekin aslida deyapti, 5 ta irmoqni to'xtatsak, quduqni tozalasak, tagidan chiqqan suv mana bu 5 ta irmoqdan ancha ko'p narsa edi deyapti-da. Ya'ni cheksiz ilm edi qalbdagi narsa deyapti-da. Men aytmoqchi bo'layotganim, ana o'sha siz aytgan ulug' zotlar dedingiz-ku, ularda o'sha qalb bo'lsa, ilm cheksiz bo'lsa, mana bu 5 ta irmoqdan tushayotgan narsadan ancha katta narsa chiqadi. Katta narsa oladi degan. Va o'zi AI davrida ham aynan o'sha qalbni tiriltirishimiz kerak derdim men. Ya'ni o'sha qalbga qarab ketyapmiz. Zo'r. Ya'ni kadrlardan o'sha talab qiladigan nimalar, har xil fazilatlar haqida gaplashdik, biznes haqida gaplashdik. Keyingisi siyosiy strategiya va liderlik va kelajak haqida gaplashamiz. Keyingisi aynan O'zbekistondagi AI haqida gaplashdik-ku. Biroz yana ham torroq darajaga kiramiz. Bittasini tanlash kerak bo'lsa, sizlarga hozir davlat O'zbekistonda AI bo'yicha strategiya qilishda qaysi biriga e'tibor berish kerak? Qaranglar, infratuzilma, kadrlar, tartibga solish, moliyalashtirish. Infratuzilma, kadrlar, ya'ni institutsional o'zgarish, tartibga solish va moliyalashtirish. To'rtta narsadan qaysi birini birinchiga qo'yish kerak deb o'ylaysizlar? Infratuzilma masalan aytaylik, o'sha mana hozir data centerlar qurilayotganligi, kadrlar bo'yicha maxsus strategiyalar qilinayotib turganligi, institutlar bo'yicha ularning haq-huquqlari, o'sha data security bo'yicha, privacy security bo'yicha qilinishligi, moliyalashtirish o'sha venturelar nimalarni, fondlarni shakllantirish. Bu bo'yicha eng ustuvor deb bilganlaring qaysi? Shunchaki qisqagina, undan keyin biror savolim bor shu strategiya bo'yicha. Qaysiga ko'proq e'tibor berish kerak? Men data bo'yicha hozir Oriatonada bugun gaplashdik. Masalan, Data Vault qurilyapti. Data centerlar qilinyapti O'zbekistonda deb. Bu yaxshi. Lekin men aytayotgan narsa data center qilish o'zi bilan bo'lmaydi-da. Masalan, biz baribir OpenAIga berib qo'yapmiz-ku datamizni. Chunki unaqa AI model bizda yo'q. Ya'ni data center qurib qo'yganimiz bilan baribir aholimiz borib turib berib kelyapmiz-ku OpenAIga yoki boshqa joylarga. Ana o'sha modellarni qurish kerak. Unaqa modellarni qurish uchun hozir yetishmayotgan narsa men kadr derdim birinchi o'rinda. Demak kadr. Chunki agar hozir bizda menda 300 ta mana shu kuchli top 1% AI kadr bo'lsa, biz hozir Humblebee'da g'arbdagi kompaniyalarni ko'tarish o'rniga o'zimiz OpenAI qurayotgan bo'lardik. Model yaratgan bo'lardik. Yo'q kadr. Hozir kadr tayyorlash bilan shug'ullanamiz. Demak, boshlanishi kadr tayyorlash. Men aytga bo'ladim sharoit, ya'ni infratuzilma. Ya'ni odatan ikkita misol keltiriladi-da ko'p. O'zbekistonda eng Xushnudbek 2 yil oldin so'rovnoma o'tkazgan. Xushnudbek 2 yil oldin qaysi soha sizlarda rivojlangan soha deb hisoblaysizlar deb. 4-5 ta unda oliygohlar, maktablar, keyin o'quv markazlari hamda restoranlar bor edi. Eng ko'p o'quv markazlari bilan restoranlar yutib chiqqan. Endi nima uchun deyilganda unda hech kim uni egasi yo'q degan javob chiqqan. Ya'ni unga sharoit qilib berilgan bo'ldi. Vazirlik ham yo'q masalan. Hech kim restoranlar vazirligi degan yo'q-da. Yo'q-da unaqa. Shuning uchun bizda food sohasi, gastronomik turizm nimaga zo'r? Nega oshlar eng yaxshi chiqadi? Chunki raqobatli muhit bor, sharoit bor. Ya'ni sen tadbirkorsan, bo'ldi. Hech kim aralashmaydi. Oshga endi necha soatda gram tuz solish kerak, unga may solish kerakmi? Oshni zig'irosh qilish kerakmi? To'g'ri, hech kim aralashmaydi. Hech kim aralashmaydi va sog'lom muhit paydo bo'ladi. Endi hozir regulyator bo'lgandan ko'ra muhit sharoit yaratib berilsa va hozir men o'ylayman, ustimizga rahbarlar ko'proq shunga harakat qilyapti deb hisoblayman. Shaxsan sharoit yaratib berib tegilmasa, odamlar mana hozir mana Humblebee'da iloji boricha top 1% kadr qilamiz deyilyapti, to'g'rimi? Sun'iy intellekt bo'yicha prompt engineering chiqaramiz deyilyapti. Masalan, boshqa kompaniyalar kimdir startap qurib beraman deyapti, kimdir venture fond qilaman deyapti va hamma uchun hozir hamma xohlaganini qilyapti.
Va bunga kimdir ishga kelib turib, nimaga top 1% chiqaramiz deyapsizlar Jumanbek aka? Hammani o'qitasiz demayapti-ku. Bizga shu kerak-da. Ya'ni sharoit tegma deydi-ku. Tegma. O'zimiz rivojlanib olamiz. Sharoit qilib berilsin va qonundan chiqqan joyda kelib turib, ya'ni Jumanbek aka, mana shundan soliq bo'yicha qonundan chiqyapsizlar ekan, shuni to'g'rilab qo'ying desa boshqa gap. Yopaman desa boshqa gapda. Sharoit qilib berilsin va qonundan chiqqan joydagina nasihat qilib to'g'rilatilsin va mana shunaqa sog'lom muhitda venture fondlar chiqsin, inkubatsiyalar chiqsin, studiyalar chiqsin, startaplar chiqsin. Juda zo'r kadrlarda jamiyat. Endi yana bitta narsa bor. Bizda zo'r imkoniyatimiz bor. Nima imkoniyat deyilsa-da, xalqimiz nimani promotion qilsak, o'sha tarafga qarab yuradi. Shaxmat deysizmi, ingliz tili deysizmi, boks deysizmi, Abduqodir Husanov deysizmi, masalanda futbol bitta Abduqodir chiqsa hamma viloyatlarga borib kim bo'lasangiz Abduqodir Husanovga o'xshagan bo'la olaman deyapti. Bizda. Xalqimizda juda ijobiy o'sha xislat bor. Shu xislatdan yaxshi ma'noda foydalanish kerak. Ya'ni davlat sharoit va propagandaga yordam bersin. AI bo'yicha yaxshi narsaga. Chunki muhim jihati bor. Start Amerikadagi bolada ham, O'zbekistondagi bolada ham bir xil. Ya'ni AI hammaga bir xil yoyildi. Avval kompyuter chiqarilgan zamonda kompyuter 10 yildan keyin bizga kelgandir ommaviyroq, to'g'rimi? Lekin AI zamon bunaqa emas. Hammaga bor. Bitta model so'rab oldinga yuraverasiz. Yana eng zo'r tarafini aytaymi? Start AI bo'yicha 5 yoshli insonda ham, 50 yoshli odamda ham bir xil. Amerikadagi ham, Janubiy Afrikadagi ham, O'zbekistondagi ham, Janubiy Koreyadagi ham odamda ham bir xil. Va bu imkoniyatdan o'ta unumli foydalanish kerak. Qanday qilib? Sharoit yaratib berish va propaganda qilish bilan. Mana shu ikkita narsani davlat zo'r qilib bersin. Mana taqdimot ko'rsatuvi qanaqa yo'yib yubordi. Ishoning. Uchadi. Biz shunchaki bolalarni sevdira olishimiz kerak. AI ga startaplar bo'yicha sevsin bolalar. Zo'r. O'sha nima deydi? Va sharoit yaxshi bo'lishi kerak. Zo'r aytdingiz, ya'ni hammaga o'sha o'ziga xoslikni rivojlantirishimiz kerak hozirgi davrda. Sharoit regulyatsiya bilan emas, qonunlarni to'g'ri ishlab chiqish bilan bo'ladi. Sharoit infratuzilmani to'g'rilash bilan. Mana hozir yana aytaman, chin ko'ngildan rahmat aytaman, internet O'zbekiston eng cho'l zonasida ham simli internet bor hozir. Bu fakt. Va Uzinfocom bilan Ustelecom orqali kirib borgan. Yoki men o'zim Uzmobile ishlataman, Perevalda ham chiqadi aloqa, cho'lda ham chiqadi. Men o'zim mana Zoom, Google Meet orqali mashinamda gaplashib, Buxoroning cho'ldan o'tib ko'rdim, ishladi. Internet coverageda ko'rish kerak endi 3% bilan qilingan. 5G da ishladi. Ya'ni muammosiz ishlab berdi. Ya'ni internet qamrab olinganligi ancha yaxshi bo'lgani uchun bu ham infratuzilmaga kiradi. To'g'ri, yoki internetning arzonligi, bu ham infratuzilma. Bu o'sha hammaga teng imkoniyat beradi. Endi masalan bitta muhim jihati, lekin og'riqli deb o'ylayman, ota-ona bolasiga iPhone beryapti yoki 3 million 4 millionga telefon beryapti, lekin notebook bermayapti. Bu muammo. Bu muammo. Men aytgan bo'lardim, bola 15 yoshgacha telefon ishlatish shart emas. Ishlatmoqchimi? Oddiy, knopkali. Lekin bola notebook ishlatish shart. Juda ko'p o'yinlar telefonga mo'ljallangan va onlaynga mo'ljallangan. Kompyuterdagi o'yinni nari borsa yarim soatdan keyin zerikadi bola. Va notebook arzonroq telefonga nisbatan. 3 millionga bemalol dasturlashni o'rganish mumkin bo'lgan, prompt injeneriyani o'rganish mumkin bo'lgan kompyuter sotib olish mumkin. Va a'zo qilish kerak farzandlarni o'sha o'rganadigan o'quv markazlariga, joylarga, har xil kommunikatsiyalarga berib o'rgatib, endi bu viloyatlarda, tumanlarda har xil yechimlar bor-da. Bola nima qilib bo'lsa, bolaning shaxsiy kompyuteri bor degani, u globalizatsiyaga yaqinroq degani. Endi ijtimoiy tomonlarga kirmaslik ehtimoli ham oshadi. Nisbatan o'zini ustida ko'proq ishlay oladi degan. Va uni boshqarish usullari ham bor. Masalan, o'sha aynan farzandingizni boshqarayotgan uskunasini bu yerdan boshqarib, telefoningizdan boshqarsangiz bo'ladi. To'g'ri, shunaqa narsalar chiqib ketgan-da. Uni qaysi ilovaga, qaysi saytga kirayotganingizni nazorat qila olasiz. Qaysiga kira oladi, qaysiga kira olmaydi, uni ham qilib qo'ysa bo'ladi. Buni muammosi yo'q. Zo'r narsa. Mana shu o'sha davlat siyosati haqida gap ketganda, mana sizlardan kadrlar va infratuzilma bo'yicha o'zlarining qarashlarini aytdilaring. Masalan, davlatda ikki xil siyosati bor-da. Ba'zi davlatlar shunchaki biznes yoki qaysidir soha bum bo'layotgan paytda o'sha narsaga hub bo'lishni xohlaydi. Masalan, aytaylik, Dubayni oladigan bo'lsak, startaplarga hub bo'lishni xohlaganda, o'sha startap bo'yicha hub bo'lgan. Yoki Angliyani ko'radigan bo'lsak, ular o'zlarini o'sha moliya hamda huquq arbitraj sudlari bo'yicha ixtisoslashgan ular. Ixtisoslashuv boshqa narsa. Hub bo'lish boshqa narsa. Ixtisoslashuvda aynan bir narsa kuchli rivojlanadi. Hub bo'lishlikda farqi yo'q. Har xil g'oyali startaplar bo'laveradi, lekin hub bo'ladi. O'shanga balki Markaziy Osiyo dersizlar, balki O'zbekiston dersizlar.
qaysi biriga yurgan sizlarning nuqtai nazarlaringdan, endi ko'proq iqtisodchilarni savol bo'lgan bilan, lekin praktikalaringdan gapirsalaring yaxshi bo'lardi. Nimagadir AI bo'yicha yoki IT bo'yicha ixtisoslashsinmi O'zbekiston yoki o'sha hub bo'lishga harakat qilsinmi? Masalan, aytaylik o'sha arbitraj bo'yicha, shunga o'xshagan. Yo moliya bo'yicha Singapurga o'xshab. Nima deb o'ylaysiz, Jo'bek? Agar hub bo'ladigan bo'lsak, example bo'lmaydi-da, ya'ni ko'rsatadigan namuna. Men bu narsani o'sha AI sohasida ixtisoslashishdan boshlaganman doim. Masalan, bizga mijozda keladida, startaplar Angliya, Amerikadagilar, mana bunaqa yechim qilishimiz kerak desa, men doim bitta case olamizda, to'xtaydi, bitta odamga yechim qilaylik, keyin uni moslaymiz deyman. Ya'ni maxsusdan umumga qarab yurish tarafdoriman. Nega? Chunki darrov siz nimadir qurib olasizda, keyin uni umumlashtirish oson bo'ladi. Agar siz birdaniga umumlashtiraman desangiz, keraksiz narsani qilib qo'yish imkoni katta bo'ladi. Uning uchun ko'p tajriba yoki kuchli mutaxassis kerak. Xo'p, men hub bo'lish tarafdoriman. Bizga chunki ommaviylik kerak. Biz startap hubga aylanaylik. Men aytsangizki, menga agar startaplar hammasi mana unicornni qo'ying, hattaralashib ketardimi, siz aytaman, oddiy angellar tikkan pulda odatda 90-95% fail bo'ladi. Unicorn 0.00 nechidir foiz yana unicorn bo'lishi mumkin. Lekin undan qolgan ilm ta'sisida qoladi. Startaplarda va uni jamoasida undan qolgan ilm qoladi va u ilm ertaga foyda beradi. Boshqa yana startap qilishga. Balki startap qilar, balki kompaniyalarda ishlar, eng kamida fail bo'lgan, mana hozir nega bolalar ishga kira olmayapti? Tajribasi yo'q. Tajribani qayerdan oladi? Startaplar mayli fail bo'lsin kelajakda. Ya'ni bizda agar biz AI yoki startaplar bo'yicha hubga olsak, 10 tadan bittasi o'xshasin, 100 tadan 10 tasi o'xshasin, mayli 100 tadan 5 tasi o'xshasin, lekin o'xshamaganlaridagi tajriba bilan u ilm endi bolani o'zida qoldimi? Qolgan ilmni endi manfaatli boshqa yo'llarda, mana deylik, menda bittasi fail bo'ldi. Menga Jumabek aka taklif berishyaptiki, Teorbek bunaqa qilaylik desa, aka bu kesni men ko'rganman deyman men kamida. Ko'rganman deyman. Yoki 5 kishi o'tirib biz hammamiz startap qurdik, 3 tasi o'xshamadi. Yangi bitta odam kelib bizga taklif beryapti. Biz hammamiz aytamiz, bunaqa ko'ra o'xshamaydi deymiz. Bu muhimda. Shuning uchun hub, ya'ni hub ixtisoslashuvdan ko'ra ommaviylik nazarda tutiladi. Men har doim ommaviylik ko'ryapman. Nega? Tajribadan kelib chiqqan holatda va hammada o'xshamaslik ehtimoli bormi? Bu aniq. Tushundim. Lekin siz fikringiz kuchli. Lekin masalan 5 minut dasturchilarni qaraydigan bo'lsak, prompterlarni o'sha hub qilamiz deydi, ya'ni hammaga qilamiz deganimiz uchun ancha odam qiynalib qoldi. O'qituvchilar. Bu endi boshlandi-ku. Ha, endi boshlandi. To'g'ri, ba'zi joylarda ijro organlari tomonidan majburlash boshqa narsa bo'lishi mumkin. Yo'q, bu tabiiy. Masalan, siz ham men ham jamoamiz bor, bitta qoida chiqaradigan bo'lsak, hammaga chiqaradigan bo'lsak, qiyin bo'lib qoladi-da. Uni xosdan umumga qarab yuriladigan bo'lsa, u arzon yo'l. Ya'ni oldin sinab oladi deyapsizmi ozgina odamlar? Ha, bitta narsada qilasizda, keyin uni umumlashtirib boraverasiz. Pul qaytib ketishi muammo emas bu yerda. Pul shundoq yetmayapti. Men ko'proq pul kerak derdim. Faqat o'shani to'g'ri joyga yo'naltirishimiz kerak. Masalan, hozir bizda pul yo'q, katta startaplarga tikkani. To'g'ri pul bor, nima deydi, mayda API startaplarga tikkan. Lekin OpenAIga konkurent bo'ladigan startap ko'tara olmaymiz hozir. Nega? Shunaqa startapda endi savol bordi. Voqeada shu startaplar bormi? Venture fondlar pashsha qo'rib o'tiribdi. Ya'ni startap bormayapti. Uning uchun yana aytyapman, inkubatsion dastur kerak. Inkubatsiyadan MVP chiqadi. MVPdan keyin ular angellarga borish kerak. Angellardan keyin raundlarga kirib borish kerak. Qaysidir darajada keyingina venture fondlarga yetib boryapti. Venture fondlar 4-chi va 5-chi qo'l bo'lyapti. Ungacha bo'lgan jarayon hali yo'lga qo'yilmayapti. Muammomi shunda hali akalar? Ya'ni startap yo'q. Startap yo'q. Voqelik shu. Ya'ni startap yo'q degani hamma qilyapti. Venturelarga yetib borgan startap bo'lmayapti. Endi tadbirkorlar uni foydasini bilib qolsin. 500x qancha degani? Masalan, tasavvur qilaylik, aka iqtisodchisiz, hisoblab berasiz. Deylik, 100 ming bilan kirdi. Men qancha bilan kirganimni bilmayman Hexfieldga. 100 ming bilan kirgan odam 500x chiqib ketganda qancha puldan chiqib ketgan bo'ladi? 500, 100 ming, 500 million. 500 million dollarmi? 500 million dollar. 500 million dollar bilan chiqdi. Endi 500x qayerdan oldingiz siz hozir? Bu aniq, bu 500x bilan chiqqanligi e'lon qilindi. Hexfieldda angel investor 500x bilan chiqqanligi e'lon qilindi. Tushunadi deyishdimi? Ya bu x'larda aytishadi. Katta juda katta raqam. Endi tasavvur qiling, o'sha odam shu pulni 2 yilda topdi. Klassik biznesda qancha bo'ladi bu? Klassik biznesda nari borsa pul 1 yil yoki 2 yilda qaytishi mumkin pul. Klassik biznesda pul odatda mana bankka qarab hisob-kitob qilinadi. 4 yildan pastmi ijobiy hisoblanadi.
chunki bankda 4 yilda qaytadi. Biznes shunaqa hisob kitob qiladi. Endi mana bu gapda hab qilaman degan odamda tasavvur qiling, men shunaqa tushunaman. Pul bor, siz 1000 ta odamga sochib yuborasiz. Lekin siz ixtisoslashaman desangiz, qaysidir sohani tanlaysizda 1000 taga emas, 10 taga berasiz. Men aytgan bo'lardim, aslida balki ikkovi ham kerakdir bizga. Ya'ni o'rta, ya'ni o'rta yo'lni olishimiz kerakdir. Ixtisoslashuvni xususiylarni qilaveradi aka o'zi. Davlat ommaviy qilib bersin, ixtisoslashuvni o'zimiz qilaveramiz. Davlat kelimasi bo'yicha. Balki shunaqa sizlar hozir bitta kuzatgan narsam zo'r narsa kuzatdim, ya'ni qanaqa fikr bo'lsa ham o'zlaringni mazhablaringda fikryapsizlar. Aka, bir gapda, bir gap aytaymi sizga? Umum bilan ketyapsiz. Ulamolardan xos bilan ketyapsiz. Ajoyib. Ulamolardan so'rashsa, hukm olish paytida javob berisha olmasa, o'sha joyda yashayotgan odamdan ulamosidan so'rash kerak deydi-ku. Akam Janubiy Koreyada yashab gapirishyapti-da. Men voqelikni his qilib, men davlat ishchilari bilan ham gaplashaman, talabalar bilan gaplashaman, jamoa bilan gaplashib turib, tandemni tushungan holatida mana shu to'g'riroq biz uchun yo'l deb aytaman-da. Va meni anaqam haqiqatda ichkarini ko'rganimdan ko'ra, qanaqa qilsak O'zbekiston global super powerga aylanadi. Mendagi narsa shu. Ya'ni globalga sotishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ya'ni aslida kuchli kadrlar chiqib, boshqalarni yengish kerak. Ya'ni O'zbekistondagilar bilan competition emas, jahon bilan. Endi himmat sizda Koreyan darajasiga buni xos odamlar va ilm ahli bu haqida gaplashish kerak. Bunga qo'shilaman. Endi davlat o'z ommaviyligida hisobga olayotganda nimani hisobga oladi deganda yoshlar bo'sh qolib ketmasligini hisobga olishadi. Shu narsaga mana davlat o'sha aytganingizdek ommaviy harakat qiladi va majburda, davlat biznesmen emas-da u. Shunaqa. O'shanga Jonbek hozir men podkast ko'rib turganlardan bir yaxshi bir iltimos qilgan bo'lardimki, masalan siz aynan xos bilan ishlashni xohlayapsiz-ku. Bizda shunaqa tadbirkorlar, biznesmenlar bo'ladigan bo'lsa, ular mayli farzandlari ham bo'lsin, kerak bo'lsa, shunaqangi bir proyekt qilaylikki, kelinglar, qilamiz. Masalan, 10 kishi olamiz, zo'r qilamiz. 10 kishini yoshligidan, masalan, ana hozir Humblebee Academy Toshkentda ochilgan bo'lsa, ana o'tgangi safar telefon qilishdi, ya'ni 14 yoshli farzandimni o'qitmoqchiman deyapti-da, anaqa akademiyada AI bo'yicha. Yoshlar kelsin, o'shalarni zo'r tayyorlash. Rozimisiz shu narsalarga? Albatta. 10 kishi kelsin, 10 ta emas, biz 100 ta degan bo'lardik. Yana ham. Birdaniga. Zo'r. Demak, siyosat bo'yicha haqiqatan hammaning o'zining fikri bor va mana shu o'zi aslida sog'lom fikr. Rahmat akalar. Kelinglar o'zlaringiz sohalaring bo'yicha va yosh founderlarga, asoschilarga bir maslahatlar bo'yicha gaplashsak, ya'ni liderlik bo'yicha ikkalaring o'zlaring kompaniyalaring bor. Birinchi savolim O'zbekiston jamiyati, davlatning nimasida oldida, xalqning oldida asoschi sifatida mas'uliyatlaring qanday? Qanaqa mas'uliyatim bor deb o'ylaysizlar? Yaxshi savol bo'ldi. Jonbek, mani ana o'sha AI ekspert sifatida Amerika, Germaniya, bu jahon standartini ko'rgan odam sifatida O'zbekistonni kelajakda kuchli tomoni yoshlar. Bizda yoshlar ko'p va qadriyat. Ya'ni biz agar bog'lanadigan bo'lsak, qadimgi ota-bobolarimiz kuchiga o'sha katta missiya bilan algebra qanaqa ixtiro qilindi? Algoritm qanaqa ixtiro qildi? Ibn Sino meditsinani qanaqa ixtiro qildi? Ana o'sha, ya'ni ularning missiyasi nima bo'lgan? Shu narsaga bog'lanadigan yoshlar bo'lsa, 1000 ta elit kelajak talant tayyorlansa, O'zbekiston kuchli davlatga aylanadi deb o'ylayman. Va o'sha mani ya'ni missiyam keyingi 20 yilda O'zbekiston uchun. Va ularning ichidan umid qilamiz 100 ta unicorn chiqish kerak. Qimmat o'zi qilish shart emas, balki masalan biznesmenlar bor, ko'p odamlarni bilamiz, fikri bor, zo'r, lekin g'oyani o'zi bilan ish bitmaydi. Bu davrda mana shu g'oyani anaqaga productionga, mahsulotga aylantirish kerak. AI davrida biz tayyorlaydigan kadrlar o'sha ish qiladi. Ana o'shalar agar 100 ta kompaniyalarni unicornga aylantirilsa, biz bilmaymiz, balki ertaga Amerikaga kelib O'zbekiston ishlar. Bo'lishi mumkin. Xo'p, menda fikr qanaqa bilasizmi? Jamiyatda turli xil og'riqlarni va muammolarni bilamiz. O'sha muammolar chiqib, bu noto'g'ri, bunaqa deb aytish qo'limdan keladi. Ochiqini aytaman. Lekin shu muammolarni aytgan ma'lumot qilasanmi, siz yo'q deb aytaman. Umuman ma'lumot qilmayman, lekin vaziyatni ko'rgan odam sifatida aytamanki, 1000 aytilgani bilan ba'zi muammolar hal qilinmaydi. Bu o'sha siyosiy iroda deymiz ba'zida va ba'zida umuman nafaqat siyosiy iroda, balki o'sha
boshqaruvdagi odamlarni o'zi buni istamasligi ham mumkin. Har xil. Plusi ham minusi ham bor. Yoki o'shalar o'zlari ham bilishi mumkin, lekin endi kadrlar yo'qda deyish mumkin. Men istardimki, biz jamiyatda yoshlarda bir shunaqa bir maqsad bilan ambitsiyalar bilan o'stiraylikki, mana hamma loyiha, ijtimoiy loyihalar shunisiga qurilgan, e'tibor bersangiz. Alohida mavzuda ham, osmondagi bolalarda ham yoki meni Lola Animation multfilm loyiham ham, Najot ta'lim ham, Robbit ham, ya'ni bir maqsadlar yo'lida qurilganki, biz yana o'sha hub masalasiga kelganda, men ommaviy bo'lib turib, bolalarni maksimal qo'limizdan kelgancha tayyorlaylik. Ular ertaga biz hal qila olmayotgan muammoni katta bo'lib rivojlanib hal qilsin. Hal qilib, ya'ni millatini, vatanini yaxshi ko'radigan ma'rifatli yoshlar bo'lib ulg'aysin. Ular bitta ikkita bo'lmasin, ko'proq bo'lsinki, bir-birini ertaga qo'llay olsin. Qaysi jihatdan qo'llay olsin? Haqni aytishda, qaysi jihatdan to'g'rilay olsin? Bizni ustimizga chiqib to'g'ri qarorlar qabul qilishda. Va shunaqa yoshlar biz uchun kerak. Va men bitta joyda umumlashtiradigan nuqta ko'rib qoldim hozir. Haqiqatda Temurbek ommaga ta'lim berish kerak deyapti. Men elitalar chiqarishimiz kerak deyapmiz. Umumlashtiradigan nuqta. Lekin aytayman, sizni gapingiz birortasini xato demaman, qo'llab-quvvatlayman sizda. Va ana o'sha elitalar ommaviy ta'lim berishda yordam beradigan elitalar. 100%. Ya'ni biz bitta chiqargan top 1% AI talant 1000 ta odam ishli qiladi. Qo'lingizni bering. Assalomu alaykum. 100%. Aka, ya'ni men aytamanki, mana shunaqa insonlar kerakmi, siz yuzlab kerak. Siz kabi ixtisoslashtirib ta'lim, aka kimdir tibbiyotdan chiqib shu gapni aytsin-da aka. Ya bu ixtisoslashlik kerakmi? Yo'q, albatta kerak deb hisoblayman. 100% kerak. Va bunaqa odamlarda shunaqa maqsadli, ya'ni bilasizmi, 100 ta chiqarish uchun ishonaman 1000 ta o'qitasiz kamida. 100 ta kerak bo'lsa 10 ming ta o'qitasiz. Chunki har bitta potokda hozir 100 ta o'qitayotganingizda ikkita zo'r chiqishi mumkin. Zo'r. O'sha nima deydi? Men bu umumiy nuqta, mana shu umumiy nuqtani topish zo'r o'zi aslida. Ya'ni hamkorliklar bo'ladi shunda va mana shunda haqiqiy natijalar chiqadi, xudo xolasa. Mana shu founderlar, asoschilar haqida gap ketganda, Temurbek, tajribalaringdan, masalan, chunki ba'zi bir narsalar kitobda o'rganib bo'lmaydi-da, tajribada o'rgansa bo'ladi. Go'yoki tasavvur qiling, kimdir mana bitta yangi kompaniyaga asos solayotgan odam siz bilan gaplashyapti. Qaysi xatoni qilmaslikni aytgan bo'lardilar? Bilmadim. Bitta yoki 3 ta. Qaysi xato? Temurbek, endi bu safar siz boshlab bersangiz. Xo'p, men aytgan bo'lardim, birinchi o'rinda har doim muhim qoida, ta'sischi qanday bo'lsa, jamoa shunga qarab yuradi. Ya'ni ta'sischi ilmliroq bo'lishi kerak. Ilm olishdan to'xtamang. Men har kuni ishga kelar ekanman, men ishlayman deb emas, balki nimadir o'rganaman deb bo'laman. Asoschi o'zi direktor bo'lib o'sha yerga shunaqa deb borasiz. Har doim, ya'ni rostdan o'rganaman. Har kuni nimadir o'rganaman va men bundan rohatlanadigan odamman. Zavq olaman. Jarayon menga juda qiziqarli bo'ladi. Bu daromad yo boshqa jihatdan emas, o'rganish va ikkinchi masala o'rgataman deb borish kerak ta'sischilar. Bu ham muhim qoidalardan bittasi. Ya'ni nafaqat o'rganing, balki o'rgata oling. Hech qachon qo'l ostida ishlayotgan odamlarda men bu odamlardan foydalanib qoladigan mindsetim bo'lmaydi. Ya'ni ularga ko'proq manfaat beradigan mindset bo'ladi. Ular mendan foydalansin deganda bo'ladi. Ya'ni mendan foydalansin, ya'ni ularga ko'proq foyda bering. Mayli, 1 yil ishlarman bu odam bilan, 2 yil ishlarman, lekin bu odam jamiyatga manfaat beradigan inson bo'lib chiqib ketsin deb hisoblayman. Zo'r. Va yana muhim qoidalardan biri insonlarni tushunishni o'rgansin asoschilar. Ya'ni inson sifatida tushunishdi. Raqamlarda ko'rish boshqa narsa, men tushunaman. Chunki iloji yo'q, qaysidir paytlarda raqamlarda ko'rish oshib ketib qoladi ta'sischilarda. Chunki ko'rasiz, muammo ko'p, odam ko'p, raqamlar oshib ketib qoladi. Shu payt inson sifatida ham vaziyatni tushuna olish, buning uchun odamga bosiqlik, xarizma, ko'p narsa kerak. Ya'ni moliyani tushunish, raqamlarni tushunish yetib kelasiz. Endi mana shu moliya bilan insoniylikni bir joyga qo'yib olish. Kecha bir yigit mendan savol beryapti. Siz to'g'ri qarorni qanaqa topasiz? Bu yoshlar bo'yicha gaplashayotganmiz, bu bola bo'ladi, bu bola bo'lmaydi deb aytayotganimda, to'g'ri qarorni qanaqa topasiz deb so'radilar menga. Men aytdimki, men to'g'risini emas, eng yaxshisini qilaman dedim. Va rahbar xato qiladimi? 100% xato qiladi. Endi o'sha xatoni ko'pi yoki kamrog'i bo'lishi mumkin. Meni rahbar sifatida vazifam eng yaxshisini amalga oshirish, eng to'g'risini emas. Chunki uni to'g'ri-noto'g'riligini bilmayman. Qaror chiqarayotgan paytimda umuman bilmayman. To'g'ri tushuning, bu qarorlar ko'paygani sari har bir ta'sischi tushunadi buni. Endi meni eng zarari kamini topib olishim meni vazifam. Ta'sischi o'zi rahbarda, founderda vazifasi qaysi birini qilsam eng zarari kamroq bo'ladi. Endi shundan keyin oradan 6 oy o'tadi, 1 yildan keyin muhokama qilinadi. Biz to'g'ri qilgan ekanmizmi, noto'g'rimi? Demak, to'g'ri qilgan ekanmiz yoki noto'g'ri qilgan ekanmiz, keyin o'ylanadi bu haqida. Zo'r insightlar. Men ham shuni uyg'unlashtiraman. Aytgan bo'lardim, o'sha katta missiya qo'yib olish kerak birinchi o'rinda. Katta missiya degani
biznes o'xshamagan taqdirda ham nima qoladi degan narsa bo'lishi kerak. Masalan, katta missiya bo'lsa, masalan, moliyaviy tomondan pul kelmasligi mumkin, lekin siz odamlarga ilm berdingiz masalan. Yoki odamlarning hayoti o'zgardi. Yoki kimdir loyihalari bitib ketdi. Siz zarar ko'rgandingiz o'rtada biznes sifatida. Lekin odamlarning oxiri yengil bo'ldi. Va o'sha ta'sischi odam shu fikrlashi hammaga singdirish kerak. Ya'ni katta kartinani ko'rish kerak-da. Katta kartina o'sha qiymat hosil qilish bo'lishi kerak. Foyda qilish emas. Va o'sha bu yoqdagi odamlarni ishchi sifatida emas, o'sha lider sifatida tayyorlash kerak atrofida. Bu oson emas. Uning uchun siz liderlarning lideri bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'ta katta himmat kerak bo'ladi. Va men aytaman, agar shunaqa bo'lmasa, u oddiy biznes. U katta narsa emas, yani oddiy biznes. Shunaqa ish qilish kerak. Va yoshlarda yana bitta ko'riladigan narsa, ko'pchilik pul olib kelsam deydi. Mana startap qurayotganlar, katta valuation qo'ysam, shunaqa qilsam, qiyin narsa, qiynalib qolinadi. Chunki siz bitta narsani qanchaga sotsangiz, o'sha pulni chiqarib berish kerak investorlarga keyin. Investorlar sizning xo'jayingiz bo'ladi. Undan ko'ra ilm va jamoa. Mana shu narsani qurish kerak. Va o'sha jamoani agar missiya atrofida birlashtira olsangiz, ya'ni nima deydi, moliyaviy insentiv katta kichikligiga qaramasdan, lekin missiya bir xil ketayotganda jamoa qurilib olsa, bo'ldi, u yigit yutdi hayotda. Zo'r missiya. Hozir bundan oldin gaplashdik Jumanbek. Missiya haqida gaplashganda mana Telegramning missiyasini bilasiz, haligi privacy, ya'ni hech qanaqa datangiz, ma'lumotingiz chiqib ketmasligi kerak degan narsa. Shu orqali juda ham ko'pchilikni mehr muhabbatiga bir sazovor bo'lib, mana hozir eng tez o'sayotgan o'sha chat nimalardan, ilovalardan biriga aylanganda. Telegram. Mana shu holatda bizda ham aytishingiz bor ana bu nima ishonchlilik degan. Sodiqlik va aminlik. Sodiqlik va aminlik degan narsa. Haqiqatan foydalanib qolish kerak bo'lgan nima ekan-da? Shu gaplarning menga yoqadi borki. Sodiqlik va aminlik, haqiqatan. Ya mana ambitsiyangiz, bolalarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsalar juda yoqadi. Agar shuni qilsangiz, qisqa muddatda rostdan pul kelmasligi mumkin. Masalan, biz odamlarning datasini o'g'irlab turib, ko'p startaplar datani sotib oladi-da. Ya'ni investorlar. Masalan, startaplar valuation bo'ladi. Datani sotib oladi. Masalan, TBC boshqa, men shunga aytdim. Ya'ni datani sotib oladi. Agar siz sodiq Billsda ham data sotildi. Sodiqlik va aminlik prinsipi bo'lsa, siz aytasiz, yo'q, men sodiqlikka kirib tushmaydi bu narsa deysiz. Odamlarga boshida bu narsani men aytmagandim-ku, datalarni sotib olishim mumkin degan narsani deysizda, qisqa muddatda siz foyda ko'rmasligingiz mumkin. Lekin mana shu prinsip ushlab turilsa, uzoq muddatda butun bir O'zbekiston, balki Turkiy davlatlar hammasi mana shu brend ostida, bular sodiq va amin startaplar quradi deb turib, hamma o'tish mumkin. Ishonch bo'ladi. Telegram kabi. Chunki hozir mana Teorik hozir nima minus bo'lyapti desa, mana shunaqangi bu kichkinagina yer yuzidagi bir kichkinagina joy butun bir dunyoni yuzini ochib tashladiki, butun bir dunyo demokratiya, inson huquqlari degan bir maskalarning ortida yashirinib yotgan ekanda. Ochib tashladi. O'shanda mana shu sodiqlik va aminlik juda ham rol o'ynaydigan narsada. Mana shu yozishmalar boshqalar eski usullardagi qilingan ishlarda hammasi. Mailda yozishlayotgan gaplarda bundan keyingilarini dunyo bilmaydi hali. Chunki u himoyalangan, undan ham. Ular uyoqlar shifrlangan, himoyalangan, uyog'ini ochish qiyin. U mailda bo'lganlari va u biz bilganlarimizda. Va bilmaganlarimiz hali qancha. O'shaning uchun hozirgi paytda o'sha aytganingizdek shu sodiqlik va aminlik, kimlardir shu missiyani bilan yuraman, haqiqiy bir vijdonim bilan ishlayman deydigan yoshlar haqiqatan yig'ilsa, keyin daromad o'zi kelaveradi. Va ishonaman, mana shu loyihani Humble Bee AI amalga oshiradi. Qilinglar akalar, men ochig'ini aytaman, qilish kerak. Hali kun grant bo'yicha taklifni ham yozdingiz, men ko'rib chiqishga ham, ommaviy e'lon qilishga tayyorman. Zo'r bo'ladi. Men qo'limdan kelgancha akalar yordam juda yaxshi. Faqat aniq tavsiyalar aytilsa bo'ldi menga. Bo'ldi. Hozir buni qilamiz nasib bo'lsa. Xo'sh, sizlar bilan liderlik haqida gaplashdik va oxirgi bo'limimiz kelajak haqida biroz gaplashib baqmoqchiman. Bilasizlar, istagan binoni qurishda unda foundation asosiy hisoblanadi. Ikki xil nimaga aytaman. Biznesingiz bor va hukumat vakillari. Ular agar ko'rayotgan bo'lsa, keyingi 10 yillik, 15 yillikda tirik qolishlik uchun, 2050-yilgacha tirik qolishlik uchun, keyingi 5 yilgacha, 2030-yilgacha nimalar qilinishi kerak degan narsada. Hukumat sifatida nimalar qilinishi kerak? Biznes sifatida nima qilinishi kerak? Mana shu bo'yicha o'zlaring fikrlaring. Chunki hozirgi narsa hamma boshlayap turgan paytda bu foundation, binoning asosi. Unda menga javob tayyor. Birinchi o'rinda davlat
realniy yordami kerak bu joyda. Hukumat ijtimoiy tarmoqlarda va o'yinlarda bolalardan cheklash kerak. Birinchisi. Bu aniq. Bu haligi ko'ring, biz bu bo'yicha 1,5 yil oldin Aziz aka bilan suhbatlashganmizda. Mana hozir Avstraliya boshladi, undan keyin Ispaniya qildi. Bu ko'ring, shuni yetishyapti. Shundoq. Davlat bu agar odamlar tushunmayotgan bo'lsa majburlash kerak. Hozir istalgan yoshdan so'rasangiz, kuniga 2 soat, 3 soat Instagramdan foydalanishni kam deb hisoblayapti. Boring tashqariga chiqing, metroga yuring, avtobusga yuring, hammasi kerak bo'lsa majburlash kerak bu yo'lda. Bu majburlash zarari yo'q. Bola hech qachon texnologiyadan ortda qolib ketib qolmaydi. Kompyuter olib beraylik. Ijtimoiy tarmoq o'rniga, o'yin o'rniga, o'yinlar baribir tagida moliyaviy foyda o'tgani uchun hozir mana nomini nima deb aytishyapti, kiber sport deyilyapti. Unaqa deyilyapti, bunaqa deyilyapti. Nima qilib bo'lsa ham bolalar vaqtini olyapti. Bu ilmga sarflash mumkin bo'lgan nomini vaqtini endi o'yinga sarflayapti. Mayli, hali ichida pul o'yinlari, qo'yinlari, boshqa narsalar 100 tadan, milliontadan bittadan yutar. Lekin milliontasini ilmga sarflash mumkin bo'lgan vaqt o'tyapti. Shuning uchun davlat eng katta yordami bolalarga ijtimoiy tarmoqlar hamda o'yinlarni cheklash, to'liq taqiqlash emas, cheklash bo'yicha qonuniy jihatdan yordami kerak. Tadbirkorlarga umumiy aytamanki, kim yo sun'iy intellekt bilan bo'lasiz yoki cho'kasiz. Boshqa qoida yo'q. Yo AI bilan, texnologiya bilan birga bo'lasiz yoki cho'kasiz. Ya'ni bu tendensiya shunga qarab borgan sari ketyapti. Yo ertaga majburiyda o'rganing yoki hozir birinchi o'rganib eng zo'ri bo'ling. O'sha narsa Temur, mana shu joyda, ya'ni mana shu cho'kmaslik uchun keyingi 2 yilda nima qilish kerak degan savol. Birinchi o'rinda founderda o'zining salohiyati oshsin. Ta'sischilarda siz ta'sis qilmoqchimisiz, hamma narsani AI bo'yicha moslab oling. Buning uchun dunyo qarash, yana aytayapman, bir kunga bitta bola savol berdi yaqinda-da. Juda asabim buzib ketgan edi. Shu 25 ga kirgan yigitda, 22-25 atrofida men to'g'rilanishim uchun nima qilay dedi. Umringni qaytadan yashab ket dedim. Ajoyib. Umringni qaytadan yashab kelgin dedim. Ya'ni bo'ldi sen qiyin ekanda, tanqidiy tahliliy fikrlashni 3 kunda to'g'rilab qo'ya olmayman-ku. Shunaqa. Tanqidiy tahliliy fikrlash 3 kunda. Endi yoshlarga, ota-onalarga aytgan bo'lardimki, bolani tanqidiy tahliliy fikrlashni rivojlantirish kerak. Buning uchun bolaga qaror qabul qilish imkoniyatini berish kerak. Oldingda planshet turibdi yoki stakan turibdi, qaysi birini olasan deyish kerak-da. Bola o'zi qaror qabul qilsin. Ya'ni onalar, otalar qo'yib bersin, bola o'zi qaror qabul. Ya'ni qaror qabul qilish shakllantirish kerak-da. Ko'rib o'rgatish kerak, fikrlashni, javobgar, responsible bo'lishni o'rgatish kerak. Eng katta yutuqlarimdan biri deyman. Menga juda ko'p shu imkoniyatlar berilgan va 15 yoshimda men mustaqil bo'lganman. Ya'ni ota-onam juda ko'p imkoniyatlar o'zimga bergan. Juda ko'p imkoniyatlar, hali huquqim o'zimda bo'lganligi, qaror qabul qilishimni yoshligimdan qaror qabul qilishga ruxsat berilgan. Juda ko'p narsalar. Mana kompyuter bor o'qiyman men. 6-sinfda keyin hech katta butun maktabimizda bir dona kompyuter bo'lmagan paytda ota-onam ruxsat bergan. Juda ko'p qarorlar qabul qilishimda bobom ota-onam ruxsat berardi-da. Va hozir endi buni imkoniyatini beryapman. Chunki ukamga aytaman, uka nimaga bular qaror qabul qilmaydi, qila olmaydi desa, hatto ukamning o'ziga ham ko'p berilmagan imkoniyat. Ya'ni lekin menga berilgan. Chunki uydan voqli chiqib ketganman, shuncha qaror qabul qilishim o'zimda bo'lganligi uchun, aka senga bu ko'p berilardi. Qaror qabul qilish imkoniyati senga ko'p berilgan, yoshlikdan sinab ko'rgansan deganda. Men ota-onalarga ham aytgan bo'lardim-da. Jumaboy aka uzr ko'p gapirib men shu qismida. Eshitib turibman. Ota-ona bolaga yordam bermoqchimi? Qarorni qabul qilishdi. Bizda Montessori uslubi deyiladimi bu? Montessori juda nima? Shu oilasi shu bo'yicha alohida kurs ham bor. Biz o'z oilaviy o'qiganmiz. Ko'pchiligi mayli reklama bo'lsa ham aytaman. O'zingiz kursiz, lekin hozir ham o'tyapsizlarmi kurs? Ha, bo'lyapti. Albatta o'qishlarni tavsiya qilgan bo'lardim. Onlayn, ya'ni bola bilan ishlash bo'yicha. Biz oilaviy o'qib oldik o'zimiz. Zo'r, juda ham yaxshi. Jahongir ham o'qidi buni. Ha, o'qidi. Qimmat ham emas-da, 300 mingmi, 400 mingmi shunaqa edi. Hozir oshirolmagan bo'lsa edi. 3 oylik kurs. Nimada Jo'mbekka berishdan oldin bir narsa aytaydi, ana bolaga qaror dedingiz-ku, ya'ni ko'pchilikka foydali bo'lib qolar. Yaqinda bir narsa eshitdim. Bitta professor aytayapti. Nimani ko'rsatyapti? Ana o'yingohlar borki, bola o'ynaydigan o'yingohlar ko'rsatyapti. O'zimizning davrda eski mana shu 90-yillar o'yinlarni ko'rsatyapti. Baland, bilasizmi, uni bizning maktablarda shunaqangi baland nimalar bo'lardi. Hozir o'ylasam qo'rqib ketaman. Deyarli 2-etajga chiqadigan harbiylarga chiqardik-da. Ustiga chiqib olib turardik, o'qituvchilar ham hech narsa qilmasdi-da. Hayron qolardim. Haligini ko'rsatyapti, aytayaptiki, bu yaxshi emas, chunki bunda siz hattoki halogan bo'lishingiz mumkin deb rasmni qo'ydi-da. Keyin zamonaviy o'yingohlarni ko'rsatyapti-da. Bu ham yaxshi emas, chunki it doesn't hurt you. Ya'ni bu bilan sen hech qanaqa jarohat olmaysan deyapti. Chunki hamma yo'q, tekis, qirrasi yo'q nimada. Nimaga bu ham yaxshi emas deyapti desa, aytayaptiki, yo'q, bolaga biroz erkinlik berish kerak. Unda immunitet shakllanishi kerak. U yiqilganda oyog'i shilinsa, ha, demak men yiqilmasligim kerak ekan degan bir immunitet bo'lishi kerak. Xato qilishga qo'yib berish kerak. Ha, mana shu narsani aytayapti. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam hozir aytganingiz bu juda ham nima? Balki bilmadim, bir o'rganib ko'rish kerakdir. Endi men
o'zimni bir haligi bir muvaffaqiyatli deb o'ylamasam ham aytmoqchi bo'lganim o'sha ota-onalar ruxsat berish holatida meni ham dadamlar bilan oyimlar xuddi shunaqa bo'lgan. Men doim nima bilan dadam rahmatli va oyimlar kelganimda urushib kimlar bilandir tashqariga chiqib meni tarafimni oling desam hech qachon chiqmasdi-da. Boshqalar chiqib ota-onalar bilan urushib yurardi-da. Ya'ni shunaqangi holatda edi. Ya'ni balki o'sha qarorlar berish, erkin nima qilish va bu narsada biz o'sha Rumi Montessori ham deymiz, ya'ni aynan islomga asoslangan Montessori tizimlari. Menimcha bu narsalarda o'sha ota-onalar o'rganib borilsa, menimcha fikrlashga yana ham yaxshi bo'lardi. Jo'bek, Neil deGrasse Tyson degan amerikalik olim bor, qora tanli. Xuddi siz aytgandek aytadi. Ya'ni yosh bolani loyga tushsa tushma deydi odamlar. Yo'q, qo'yib bering, tushsin deydi. Chapillatsin, fizikani o'rganadi u deydi. Kiyimlari kir bo'lsin deydi. Loyi bossa yomg'irda kiyim kir bo'lishini o'rganadi. U anaqa nima deydi? Kechinma bo'ladi unda. Yoshligida xotira qoladi. Qo'yib bering deydi. Ya'ni endi hamma joyda bo'lgandaki muvozanat ushlash muhim deyman. Ya'ni juda erkin ham emas, lekin juda qattiq ham emas. Qo'yib berish kerak dedim. Faqat bular yoshlar uchun. Yani ancha yoshlar uchun. Ya'ni masalan davlatdan biz aytdik nazorat bo'lish kerak, ijtimoiy tarmoq yoki mana Xbetga o'xshagan zararkunanda narsalardan anaqa himoya qilishimiz kerak yoshlarimizni va keyingisi mas'uliyat. Ya'ni erkinlik beraylikda, xato qilsin, mas'uliyatini olsin, o'ssin. Lekin 2-3 yilda nima qilish kerak desak, ya'ni 30 yilda tirik qolish uchun hozir 2-3 yilda nima qilishimiz kerak desak, bizda hozir yetishmayotgan narsa o'sha liderlar. Davlat ana o'sha liderlarga tikish kerak derdim. O'sha kuchli bo'lgan kadrlarni aniqlab turib, ular bilan individual ishlash kerak. Bu juda qimmat narsa. Ya'ni individual ishlash qimmat. Lekin buni qilmaydigan bo'lsak, ertaga boya aytdik-ku, juniorlar ishga kira olmayapti, 3-4 yilda ko'ramiz natijasini dedik-ku. Xuddi shunga o'xshab, agar hozir biz lider tayyorlamasak, 3-4 yilda ko'ramiz, biz hozir tayyorlayotgan ommaviy odamlarimizni boshlash qiyin bo'ladi. Masalan, $1 million ishlash mumkin bo'lgan joyda $40 ming yilliga topib turishaveradi. Qachon 1 million ishlanardi? Haligi kuchli AI kadr bizda bo'lsa. E'tirozim bor. El-yurt umidi orqali shu ish qilinyapti-ku. El-yurt umidi orqali dunyoning eng top universitetlariga islamga yo'nalish kerak bola uchun pul to'lab berilyapti-ku. Juda katta narsa-ku bu ham. Zo'r narsa aytdingiz. Top universitetlarni ya'ni industriyada kerakmi yo'qmi savol. Hozir shu yerdagi gap ishlarni tizimli qilish haqida. Hozir siz aytgan narsa. Mana savolim bor. Eng talantli odamlar izlab olish kerak deyilyapti. Inson omili aralashadimi yo'qmi? Aralashadi. Qiyin. Chekinadi. Hukumat inson omilini amallashtimi chekinadi. Endi top universitetlarga kirish inson omilining o'zi haq qilmaydi, to'g'rimi? Mustaqil boshqa tashkilotlar haq qiladi, to'g'rimi? Buni menda yechim bor bu haqda. Yechim kompaniyalar bor. Hammasiga kadr kerak. O'quv markazlari bor. Ular kadrni joylash kerak. Katta anaqa farq bor-da, tafovut bor. Ya'ni tayyorlanayotgan bolalar ishga yaroqsiz. Men aytgan bo'lardim, mana o'sha o'rtadagi odamlarni ko'paytirilsa, ular o'sha kompaniya o'rtadagi odamlarga davlat pul tikish kerakki, bularni ishli qilsin. Mana shu yechim bo'ldi. Tanlasin. Endi mana shu yechim. Ya'ni mana shu narsa, lekin bugun ko'p pul ketadi. Ya'ni chunki haligi bolalarni individual ishlab turib moslab ko'rish kerak bo'ladi. Bilmadim, yangi narsa-da bu. Lekin shuni qiladigan bo'lsak, bu ya'ni katta potensialli odamlarni yuzaga chiqaradi. Hozir endi communitylar orqali hal qilishga harakat qilyapti shunaqa muammolar, eventlar qilinadi, communitylar qilinadi, ommaviy usulda. Siz aytgan endi o'sha individual odamlarni tanlab olish masalasida tanlov bormi? Masala qiyin. Gap chunki uning korrupsiya aralashi mumkin. Tanlovni men aytayapman, kompaniyalar qilsin deyapman. Masalan, biz hozir Humble bir tanlov qilib turib bola tayyorlayapmiz, $1000 ga tushadi. Savolim bor. Sizmi, siz va sizga o'xshagan tenderda 4-5 ta kompaniya qatnashadi. Kimni tanlab olish kerak? Savol qaytaring. Mana hozir aytilyapti-ku, tender bo'ladi keyin. Yana aytyapman-ku, bu yerda inson omili aralashyaptimi, risk ololmaydi-da hukumat. Gap shunda-da aka. Men ular jihatdan o'ylab ko'ryapman-da. Tushundim. Menda balki haqiqatda qiladigan ish ko'pdir, lekin men aytayotgan narsa shuki, o'sha talantli qobiliyatlar vaqtida kashf qilinmasa, ular o'rta miyoniga tushadi. Mana shu narsadan qo'rqaman. Ya'ni ko'p yoshlar bor, vaqtida kashf qilinsa, bu yerda bitta savolim bor-da, men Jumabek aka, men sizni ichkaridan bilgan, Valijon akam tanilgan odam sifatida og'aylarga ishonaman.
Endi kimdir aytadi hukumatga borib, to'xta deydi, nega uni qo'llab-quvvatlayapsan xususiy tashkilot? Men ham xuddi shuni g'oya dedim deydi. Nega ularni qo'llab-quvvatlashing kerak? Yo'q, bizni qo'llasin demayapman. Davlat Yo'q, tushunmadingiz. Men hozir siz qo'llasin deb aytmadingiz. Misol uchun aytyapman, mabodo deylik, sizga berganda boshqasi kelib e'tiroz qiladi. Gap shunda ham bor-da. Man bitta o'sha tender nimalari bor-ku. Ya'ni qaysi bitta loyiha beriladi, har xil bizneslar ishtirok etadi. Qaysi biri eng yaxshi maftunkor bir. bir fikr kelib qoldi. Isroilni unaqasi kelib qoldi, tajribasi. Isroil nima qilar ekan? Adashmasam 18 yoshligida hammani imtihon qilar ekanda, bosh bo'ladimi, muskul bo'ladimi deb turib sinar ekan. U nima degani desa, ikkiga bo'lib qo'yadi. O'zi 18 yosh, adashmasam 18 yoshligida yo'q, anaqani bollarni. Shunaqa imtihonlarni qilish kerakmikan deyman-u, lekin sertifikat masalasi chiqib ketishdan qo'rqaman o'zim ham. Ya'ni oddiy sertifikatga aylanib ketib qolishi mumkin-da bu ham. Lekin mana shu narsani qilishimiz kerak derdim. Ya'ni elitalarni tanlashimiz kerak. Siz boya Umidni aytdingiz, ketyapti, o'qiyapti chetda deb. U narsalarni men keraksiz derdim. Ya'ni chunki universitet degan narsa hozir, masalan, PhD olganlarni juda ko'pini bilamiz. Humble-Bee'da biz qaytadan tayyorlaymiz. Aka siz o'ta high leveldan aytyapsiz-da, universitet ommaviyroq odamlar tanlaydi birinchidan, keyin baribir bizga dunyoning top universitetlarida o'qigan bolalar kerak aka. Eng kami networking qilib kelishadi. Ya'ni hammasini ham siz tushunyapman aka, siz o'ta high levelda bo'lyapsiz-da, o'zingizdan keyingilarda buncha o'qimabdi deyapsiz. Chunki ularda ambitsiyasi zo'r bo'lish bo'lmagandir, o'rtacha bo'lish bo'lgandir. Shu jihatlari ham bor-da. To'g'ri, unisi ham bor. Jo'nbekni biroz himmatini tushirish kerak. Aka siz borki bitta narsa. Yo'q, men umuman himmatini tushirmoqchi emasman, voqelikka moslamoqchiman. Demotivation qilyapsiz. Aka siz Factfulness o'qiganmisiz yo'qmi? Nima deysiz? Factfulness. Factfulness degan kitob. Factfulness degan kitob bor. O'shani aytyapti. O'qigansizmi yo'q? Yo'q, o'qimaganman. O'qing. Yaxshi kitob. O'sha kimyoviy saodat o'qigansiz? Aka, men ambitsion odamman, men sizga 100%, ya'ni g'oyalaringizni 100% qo'llab-quvvatlayman. Bundan muammoim yo'q. Men aytmoqchimanki, kerakda u ham. Bizga shu aytmoqchiman. Ya'ni jamiyat mana hozir ichkarida ishlang, keyin ko'proq odam ishlating, ko'proq bola o'qiting-da, sekin tushasiz. Bo'ldi. Zo'r. Yaxshi ma'noda tushasiz. Oxirgi eng qisqa savol va tugaydi shu bilan, xohlasa, chunki уже 2 soatdan ko'p gaplashibmiz. Maza qildim to'g'risi, rozi bo'lsin. Jo'nbek, ikkalaringning kompaniyangga odam ishga kirmoqchi. Bitta, faqatgina bitta fazilat ayting. Qaysi fazilatni o'z ishga olardingiz? Bitta fazilat, qaysi fazilatni o'z ishga olardingiz? Aniq javob menda. Moslashuvchan. Himmat. Yana o'sha narsa. Juda yaxshi. Moslashuvchan odam himmatli bo'la oladi. Himmatli odam moslashadi. Zo'r. Yaxshi javob bo'ldi. Sog' bo'linglar, zo'r bo'ldi. Hamma tomoshabinlarga rahmat. Birinchi podkastimiz juda ham chiroyli bo'ldi. To'g'risi o'zim mazza qildim. Va albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Va izohlarda keyingi mehmonlarimiz kim bo'lishini aytib qoldirsalaring, bu bo'yicha albatta biz izlanish qilamiz va yana albatta B podkastda yana ishtirok etamiz. Yana o'sha boshda aytganimiz B podkast bu asalaridan ilhomlanib qilingan podkast, ya'ni eng jamiyatdagi narsalardan olib turib eng zo'rlarini o'zimiz yana jamiyatga undan ham ko'proq qilib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon kelganlaring uchun. Sog' bo'linglar. Rahmat.